Bagat Armada Enerji'den sizlere ekranlar, dımzor kuyaş paneller, Xitaydan güzel koropkilep gibi attı. Görüyorsunuz, furalarda düşüp yattı. Karalar düşürüp gitti ana. Xuda qalasa aldım bunlar, motosikl bilen şoğlanladım. Ben köp reklamma qılardım. Bir yerde asatlı motosiklerim var, görsətməz ağzaqayt getemen, gelip alaman başaqlaman dedi, arzan naqta bərədə kelle. Hazır qoğalla o işi arzan bərəbərədilər, gesengizlər. Keyin kuyaş panelle kime gerek olsa, Jingo, başka neçik türü, neçik var, meseti, zoru gerek olsa ben videonun devamında görseniz sizlere betepsil düşüntürüp verediler Xuda qalasa. İyi düşüntürüp veremiz. Bu kuyaş panelinin türü çıkıp gitti, iyi hem de sat tuttular. Halk bilip aldı, ucu azı kuyaş panel kursan hiç faydalanışı. Nitçelli köp kurup, nitçelli fayda getirişine hazır her bir kurgan ya ki kudurma adamlarım internete çıkıp açı tuttu. Bu yüzden zarar görgen adam yok hele bir gün etçe. Ya ki bir portlap gitti tok bermeyin kalan nasip olmagan. Özüme bir yümle olan çildirin içine de aytıp öt getemem. Bu kuyaş panelden bu. Bu fayda kesek geledi bilmedim. Zarar geldiğin adamı görmedim Xuda qalasa. Bundan keyin bunu reklama etmeyik bunu hemen takadı bu kuyaş paneli. Çünkü faydalı nerse. Zorundan zoru çıkıp tuttu bunun. O şu köçelerimiz, asfaltlarımız, yollarımızda da dahi kuyaş panelden adağan neler olup gitti. Svet. Projektirle olup gitti. Xuda qalasa ülerinizden poni tok bilen təmin hem pul işeseniz hem boladı. Adamlar ucu ekin yerinden faydalanmayın. Yorunca ektirip üstüne kuyaş paneli kurup başladılar. Naviyset bir şey. Zor et. Köllerin üstüne kurup başladılar. Faydası olmasa bu işi etmeseydi hiç kim. Doğru mu? Pulu var adam iş yap tuttu. Xuda qalasa bunu bölüp bere, niçik buladı, krediti alaman ya ki elden azırak tölev kılam. Şu an hemen savalım beren 5 satekin yana geldim. Video bir tane like basıp çoğalı komentara. Özünüz fikirlerinizi yazıp kaldırın şu kuyaş paneli işletip oturğanlar. Sizler kuyaş paneli barlar. Ben göresizler beni. Çünkü görüp otursalar halkan faydalansın sizlere okşap. Kurdursanız hani bu nerse zarar mı fayda mı? Komentte yazık gitin kuyaş paneliniz bu. Menden bu. Menden ait tutma faydası bu. Zararı yok. Sizlere yazınlar ki halk işi de görgerler videonu komentarda okup durup bilip asırlar. Ana gibi hatta optum yeri Xuda qalasa. Çılan için bir tane panel bilen ucu BYD'ye elektrikli BYD bilesiler şunun üstüne koyup zaryat verip başladılar. Bundan keyin gerek olsa maşinlarınızı toka koymazdan fakat kına kuyaşta enerji alıp durup doldurup heydebilirseniz de buladı. Hiç de toxtamayın. Getirsiniz dünya gezmeken üstüne bir tane panel koyup basanız da boldu eken. Gördünüz videolar tarqalıp getdi əməyədə. Kuyaş paneli şunun faydalı oluyor. Sonunda üylere, maşinlara hem yere tok verip başladı. Armada motorsa giyemiz Xuda qalasa Xorazm vilayəti Bagat tumandaman kandi imkaniyetleri var. Kursanızda neçik faydaları var. Neçik aparatlar, neçik vecdəbli onlatsanız da çıraylı buladı, neçik effekt verədi. Bu videoya bir tane like basıp tanış bilişinizden taşak koysanız da buladı. Çünkü bu faydalı video. Halk için, yurt için. Subsidiyalar ver tuttu kuruşunuz için. Falan milyon son olsa hakimiyetinizde subsidiyadan hemen esasını üzeri kılıp verir. Size arzan naqda barıp çıraylasını onlatıp berkelediler. Gelinler Behzat Aka bilen çıraylı maslahatlaşalım, çıraylı. Videonu ötkizmezsen göreseler. Assalamu alaykum Behzat Aka, yaxshimiz, sağlığınız yaxshimi? Mana mikrofonni taqib olasiz. Xudo xolasa bu videoda siz quyosh paneliga qiziqib yurgan bo'lsangiz, iyi miydi siz uchun bu? Atızlarınızı bilemem dekançılık to'xtatdingiz, ekmeği koyupsiz, Moskvada yuribsiz, uyda ne iş qilsam ekandir. Quyosh paneli o'rnatasız, doğrumi? Atızlar o'rnatyapsizmi? Dekançılık üstüne shuni o'rnatib qo'yibdilar, tayina yoronja bug'doy ekib qo'yibdilar. Bo'p turibdi bu ham bo'p turibdi. Pulam yetib turibdi, atızlar ham yetib turibdi. Yaxshimiz Behzat aka? Shu qani keyin o'tiringlar. Xalqimizga, elimize, Xudo xolasa 1-2 so'm ishlayman, 1-2 so'm niyat, inglab qo'ygan pulimni nera tiksam ekanda, nera investitsiya qilsam ekanda o'ylab turganlar uchun ochiq yerda nera olsa, quyosh nuri nera tushsa hemen o'rnatib beramiz. Hem yerden pul işese bo'ladi. Ava, quyoshdan keyin pulni, nurni pul aylantiraveradi. Pul aylantiraveradi. Xudo xolasa hammasini tushuntirib anlatib beramiz. Xudo xolasa siz o'zingiz bilasiz boshliq. Bizda tarmoq ko'p. Bemalol o'tirib oling. Tarmoq ko'p. Quyosh panel keyingi tarmoqlarimizdan oldinamiz xabaringiz xalqqa, yurtimizga sifatli motorollar va boshqa turli mahsulotlar yetkazib berib ishonchini qozonganmiz. Bagat Armada hozir Bagat Armada Enerji nomi bilan ishlab turibmiz. Xudo xolasa 2 yildan o'tdi quyosh panel sohasidan kirib kelganimizda 2 yildan beri aholimizga xizmat ko'rsatadi. Sifatdagi eng yaxshi sifatdagi mahsulotlarni Xitoydan o'zimiz birlamchi qo'l bo'lib olib kelib berib turibmiz. Ham chakana narxda, ham ulgurji narxda yetkazib berib turibmiz mahsulotlarimizni. Endi quyosh paneli haqida keladigan bo'lsak, quyosh paneli haqiqatan zo'r narsa.
действительно, misol uchun mijozlar uchun ham xalqimiz uchun haqiqatan zo'r narsa. Bu narsani davlatimiz ham tushunib turibdi. Shuning uchun har bir fuqaroga uyini qo'yayotganlarga 20% subsidiya ajratib turibdi. Qo'yilgan quyosh panelni 100 million qo'yayotgan bo'lsa, 20 million subsidiya ajratib beradi. Ana shu subsidiya demaysiz, masalan, hozir ko'rganlarim, men o'zim tushunib oldim buni. Bu tushunib oldim. Shu haqida bir ozroq ma'lumot kerak, tushunmaydiganlar uchun. Bu bunday. Subsidiya necha bo'ladi? Subsidiya o'zi O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosina beriladi. 18 yoshdan katta bo'lgan pasporti bor fuqarolar hammasina beriladi. Sharti bor. 2 dona oddiy sharti bor. Shu shartga javob bersa bo'ldi. Birinchisi, kadastri bo'lishi kerak uyda. Uyni kadastri bo'lishi, dokumenti. Turar joyga beriladi. Noturarga bermaydi. Faqat fuqaroning uyina beradi, turarga beradi. Uyda kadastri bo'lishi kerak. Keyin oldin qo'yilmagan bo'lishi kerak quyosh paneli oldin qo'yilmagan bo'lishi kerak. Ikkinchi shartida sal yengillashtiruvchi tomoni bor. Misol uchun oldin 5 kilovat qo'ygan, iste'mol haqiqatan ko'p. 5 kilovatli quyosh panel yetkazib berilmay turibdi. Unday bo'ladigan holatda berilishi mumkin bo'lgan subsidiya. Xudo xolasa agar kelsalar, maksimal yordam beramiz. Bizda o'zi shunday xizmat turi bor. Aholiga subsidiyaga arizalarni yuborib beramiz, hujjatlarni o'tkazib beramiz. Unga hech qanday bir to'lov olinmaydi. Besplatni hammasi. Keyin, misol uchun biz ko'pchilikka aytamizda, subsidiyasini olib qo'yavering. Bu 3 yilgacha yaraydi. Sizda hech qanday to'lov bo'lmaydi, olib qo'yib, 3 yil ichida qachon quyosh panel qo'ydiraman desangiz, shu vaqt qo'ydiraverasiz uni. Subsidiyadan olib qo'yarsan, tekin u. U tekin. Ham bu quyosh paneli uchun emas. Kollektorlar bor, issiqlik nasozlari bor. Issiqlik nasozini 40% ga subsidiya beradi. Jo'llagan qo'yib. Xudo xolasa u tarmoqdan kengaytirib turibmiz. Keyingi kelganingizda undan ham taxlab beramiz. Uyda issiqlik nasozlari orqali qizdirish versiyasi. Tipli nasoz ekkajaksizmi? Ular Xitoy bilan shartnoma qilib qo'yibmiz. Shu kelsa zo'r bo'ladi. Yozda suvitadi u, qishda qizdiradi. Xudo xolasa uning texnologiyasini qilib, u 40% subsidiya. Bu quyosh paneliga 20%, unga 40%. 40% jo'llaganlar. Ham energiyani tejaysiz, ham mablag' ishlaysiz. Endi xudo xolasa u asosan gaz yo'q hududlar bor. Misol uchun gaz yo'q, ko'mir va boshqa turda elektr bilan qizdiradilar uyni. Agar ham quyosh panel qo'yib, ham kollektorni issiq nasos qo'yayotgan bo'lsa, ancha effekt beradi. Uyni ham bemalol qizdiradi. Quyosh paneldan to'g'am ishlaydi 1-2 soat. Yozda sovutadi ham kerak. To'g'ri, qarang. Hozir quyosh paneli qurdirganlar sizni utasizlar, qo'llaringiz bilan. Nechun? Ertaga aytib turganning yanqidim, hozir ko'mirdan 3 baravar yaqib rasxod qilib o'tirgan bo'lsangizda, men eshitishim bo'yicha 1 baravar misoli. 3 ga 1. 1 baravar foyda bilan chiqasiz, uyingizni qizdirasiz. Chunki quyosh panel zakonli qurdirgan bo'lsangiz, kattasidan qurdirgan bo'lsangiz, kerak bo'lsa davlatga pul to'lamasdan tepli nasos, uni ko'paytirib beradi. Xudo xolasa shu narsadan. Men o'zim ham qiziqib yuribman. Quyosh panel qursangizda tekin yaqasizlar shu vaje. Qurdiringlar, xudo xolasa keyingi yil tepli nasos gelsam o'zim reklama aytib beraman shura. Shu dim nima bo'lib chiqyapti, hali aniq men bilmayman. O'zim ko'rib, o'zim naqamadim. Xudo xolasa uni maydalab sizga nechik bo'lishini aytib beramiz. Tushuntirib beramiz. Ekkasalar beksatan. U narsa lekin u narsadan ikkalamiz o'qitay o'z to'lovini to'lab qo'yibmiz. Xudo xolasa keladi, uni ham obzorlarni qilib ko'rsatib beramiz. Hozir endi quyosh paneli kelayotgan bo'lsa, quyosh panel o'zi hamma qo'ygani ma'qul bu narsani. Hammaga kerak. Misol uchun davlatimiz tomonidan 20% subsidiya berib turgan sababi shu. Haqiqatan yaxshi narsa. Misol uchun Xitoyda asosan bu mahsulotlar hammasi Xitoydan yetib keladi. Hozir Xitoyda o'zida ham talab kuchli bo'lib turibdi quyosh paneliga. Xitoyda o'zlari ham sud ustidan ham, tog'ga ham hamma yerga qo'yib yotibdilar. Shuning uchun hozir Xitoyda o'zida ham sal narxlar ko'tarilgan, lekin bizda hamisha birinchi qo'l bo'lganimiz uchun optim narxda, arzon narxda, sifatli narxda yetkazib beramiz. Misol uchun yana eng yaxshi inventorlar. Misol uchun quyosh panelida o'zi eng asosiy 2 narsa bor. Inventor bor, quyosh panel bor. Inventor birinchi navbatda panel kuchli bo'lishi kerak. Eng yaxshi panellar bor. Jinko paneli bor. Jahon brendi Longji bor. O'sha 2 panel o'zi eng zo'r panel. Misol uchun telefonlarni qiyosini oladigan bo'lsak, Samsung bilan iPhone deydi. Eng yaxshisi. Misol uchun undan keyingi o'rinlarda turadigan yaxshi panellar bor. Jasolar bor, Astra Solar, Era Solar. Panellar ko'p. Panelning 300 ga yaqin firmasi bor. Lekin asosiy kim qo'ydiradigan bo'lsa, mijozlar ham shu taklifimiz, anamiz Jinko qo'ydiring, Longji qo'ydiring. Eng. Sizda bormi shu narsadan? U narsa bizda Jinko ham, Longji ham, shtukno ham bor. Biz ham ustanobga yetib beramiz. Optim olaman deyotgan mijozlar uchun ham, optim ustanobchilar uchun ham yetkazib berib turibmiz. Yana bemalol yetkazib beramiz. Narxlarni chegirma narxlarda, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Yo'lda Xitoyda o'zimiz olib kelgandan keyin birlamchi kod bizda hech qanday muammosi yo'q. Hozir Qashqadaryodan birov ko'rdi misoli bizlar, ya Surxondaryodan, Jizzaxdan birov ko'rdi. Men aljagadim sizlar tarafda arzon ekan. To'g'ri. Misoli Xorazmda arzon ekan bizani bu yerda ham. Bizda desa
Ekkala kurup berip bilasizmi sen Bizde hiç çıkılar? kendi muamması yok. Bizde de 5 sastav ustamız var. Aha. 2 tane sastavımız özü şuna ixtisaslaşkan. Özende yük maşinalari ham var. Misol uchun o'zi hozir bizda de Xivada ustonovka qilib turibdi ustamiz, Lutfulla aka degan ustamiz bor. Shuni bo'g'anlandan keyin hozir Qashqadaryoda Kaspida 2 dona obyekti bor. Keyin Yakkabog'da bir obyekti bor. Bollar ham qurib berasizlar? Surxondaryoda, Sarosiyada bor. Keyin anunda bor. Bulung'urda bor, Samarqandda. Samarqand Bulung'ur. Ha, hozir 5 obyekti bor. Hozir yana 1,5 gaplashib turibmiz, dagonlashib, ular ham bo'layotgan bo'lsa bir 6-7 obyekti bir borib keladi. Keyin bu yerda Buxoroda bor obyektlarimiz. O ikkinchi ustamiz ketadi. Ramitonda bor, keyin anunda bor. Buxoro, anunda. G'ijdon. G'ijduvonda, ha. Keyin bu yog'i Navoiyda bor. Ha shunda Buxoro, Samarqand, Farqi yo'q, Qashqadaryo, respublika- Surxondaryo hammadan qo'yib bertursizlarmi? Nafaqat yonunda, misol uchun bu yoqda. Yo'q, qo'yil. Vodiyda, Farg'ona, Andijonga, Marhamat tumanida ko'p kelindi. Shunda shonlarda bor u narsa, lekin shu yerda arzon tushib turibdi. Ha, haqiqatdan bizda arzon. Ham Arzon arzon, tushibdi, ham ha? sifatli. Yo'q, Birinchi qo'l bo'lganimiz uchun, misol uchun mahsulot o'zimizda bo'lgandan keyin ham subsidiyasini ham dokumentlarni qilib berganimiz uchun aholiga ancha arzon tushadi. Misol uchun respublika bo'yicha, narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham liboy bir tashkilot bilan bemalol raqobatlashishga olamiz yetadi. Bu yerda Xitoyda o'zimiz olib kelib turamiz. Молодец. Hamma bilan raqobat qilib bilamiz. Eng sifatli narsalar qo'yiladi. Avtomatlar ham Beni firmasini avtomatlarni ishlatamiz. Uzib, perdaxanatilla, kabellar ham menga 1.6lik. Ava, bizda faqat 1.6 qo'yamiz. Bu 1.4 versiyalar ham bor buni. Mis kabel bu, yonmaydi. Quyosh paneli uchun shundan qo'yish kerak asosiy. Bu 1.6ligi, eng qalini bu. Misol uchun faqat shundan qo'yamiz biz 1.6. 1.4 qo'yiladigan yerlar ham bordan, lekin biz qo'ymaymiz. 1.6 yo'danda standart bo'yicha bo'lsa, ertang bizlar ham arkayn bo'lamiz, uyda ham arkayn bo'ladi. To'sh kabellar ham yaxshisidan qo'yiladi, kripleniyalar, invertorlardan Solax deya faqat shu 2 invertordan qo'yamiz ko'pincha. Endi misol uchun klient aytishi mumkin, boshqa invertorni ma'qul ko'rgan bo'lishi mumkin. Aytgan invertordan qo'yib beramiz. Lekin asosan biz o'zimiz Solax deya invertorlarni ma'qul ko'ramiz. Terrorchi xafa bo'lmasin-da, men quyosh paneli uyga qurdirgan edim. Bir 2 yilmi ishlatdan kuyib qoldi menga. So'ng shu Solax komponent taklif etdilar menga. Chunki eng zo'ri deb shuni aytdilar, shuni qo'ydim. Orqa apparat bir narsa oldi, kuyib qoldi короче. To'g'ri. Rapak bo'lib qoldi. Endi aytdik-ku, eng sifat yaxshi invertorlar bular. Shuni Zavod aytaman, garantiyasi ham Solaxdan. bor. Anusan bor, misol uchun deya inventorida o'zimizda servis sentrimiz ham bor, hech qanday muammosi yo'q. Solaxdan Xorazmda Rahmatjon aka dillillari, hech qanday servisida hech qanday muammo yo'q. Shuning uchun aytchagim, eng yaxshi narsa, misol uchun panelda Jinko bilan Longji olayotgan bo'lsa, eng yaxshisi inventorlarda Solax bilan deya eng yaxshisi. Hozir siz pullarni aytib bilasizmi yoki Yo'q, aytam. subsidiyaga qarab chiqqan pullar? Endi subsidiyaga qarab o'zgaradi. Arzonli. Lekin narxlarni aytib beramiz. Misol uchun o'rtacha hozir bizada 10 kilovat, misoli necha kilovatdan boshlaysiz puli? misol uchun 10 kilovatdan boshlaydi. 10 kilovatdan boshlaydi. 10 kilovat o'rtacha bizada 28 milliondan 34 milliongacha bor. Aha. U panelga qarabmi? U invertorga qarab, invertorlarga qarab. panelga qarab, keyin qo'yiladigan joyini sharoitiga qarab. Misol uchun deganda sharoit deganda nima tushunamiz? Misol uchun qo'yiladigan joy bilan invertor orasida radiusiya ko'p bo'lishi mumkin. Uzoq bo'lishi mumkin. Ava, invertorni mana qo'yacak. Malxonani tomini qo'yacak bu yoqqa. Hava. Uchurchiga uyni buyog'ida kabel tortib berish kerak boshqa yoki temirini boshqacha materialdan qo'ydirish mumkin. Yoki naves qilib qo'ydirish mumkin. Ha, Misol uchun ertaga tushundim. Stenka qilib qo'yaman, mashintina qo'yib qo'yaman desa naves qo'yish mumkin. Shuning uchun o'zgaruvchi anulari bo'ladi. Lekin misol uchun men hammaga mijozga aytaman, hamma yerda ko'rsinlar, hisoblatib kelib, bera kelsinlar, men liboy yerdan arzon qilib bera olaman. Qo'limizdan keladi. Endi men tushunishim bo'yicha qaranglar, obunachilar, nima deyeceklar? Pulini qarab o'zgaradi. Misol siz объяснениеda shifringizga ustingizga qidiradigan bo'lsangiz, shunaqda dedilar. Agar mabodo naves qilib, boshqa qilib katta bir mashin qo'yaman, ayvoncha qilib ne qilaman desangiz, plus minus bo'lishi mumkin. Puli qo'shilishi mumkin. Nima uchun? Chunki profil bor, bu yerda material bor, shunga ketadigan sizni ayvoncha qilib beradilar. O'ralari bor, mustahkam bo'lishi kerak. Hamma tushunishim shu, to'g'rimi? Standarti bo'yicha ishlanadi, hech qanday muammo yo'q. Shunga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin объясни. Misol uchun Qurdiraman 28 million 10 kilovat. 10 kilovatni qurdiraman desangiz, quyosh paneli yaxshisidan 28 million bo'lsa, bu degani o'zi emas. Misol uchun o'rtacha 30 million deb olavering quyosh paneli. O'rtacha 30 deb taxminan. Bu narsa yilona sizga 16-18 million doxod olib keladi. 1 yildan. 1 yildan. Bu degani 2 yilga yetmay pulingizni qoplab beradi. Endi undan keyingi pul o'zinki. Ko'pchilik misol uchun kimdir mol boqadi, kimdir shol egadi,
kimdi yana bir biznesler qiladi. Misol uchun aytsagim, bunda eng zo'r yeri, misol uchun yilini 50% dan ziyod dohod keltirib turibdi, 50-60%. Misol uchun yana 30 millionga quyosh paneli qo'ydingiz. Yildan 16 million dohod olib keldi. Misol uchun 30 millionga sholam egishingiz mumkin. 30 million sholam eksangiz o'tgan yil bo'lmadi, endi fermerlar andetmayli sal o'xshamadi, yo'q, hosil zo'r bo'ldi. Lekin baho ko'tarilmadi. Shu 30 milliondan hozir fermer yana 30 million qaytarib ajak olib turibdi. Shuncha etgan minnati bilan. Agar shu 30 milliondan quyosh paneli qo'yganda, birinchidan hech qanday minnat qilmaydi edi, to'g'ri plastikina tushib turadi. Ikkinchidan hech qanday bir riski yo'q. Xudoyim shu quyoshda berib tursa, pul tushib turaveradi. Hech qanday muammosi yo'q. O'zi qilgan mehnatini sholaga dikmay, boshqa mehnat qiladigan bo'lsa, bu yerdan pul keltiradi, bu yerdan pul keltiradi. To'g'ri, o'zi boshqa ish qilaversin. Masalan, quyosh paneli o'zi pul ishlab turaveradi. Ham misol uchun bunda 10 yilgacha inventordan 10 yil garantiya berilgan. Panelda o'zini 30 yil garantiya berilgan. O aytchagim, zavod ham kurdan ko'rib bermagan bu narsaning garantiyasini. Shu garantiyasi bo'lgani uchun, masalan, shu narsa 30 yil turadi degan uchun qilib berdi. Masalan uchun 2 yilda o'zini oqlasak, qag'ab yog'ida 28 yil shundaylar bir odamni ish haqqisini 1,5-2 million oyna tashab turadi. Bu degan zo'r gap. Misol uchun bu chorva boqqaga bosh ketganda yaxshilar, chorvada misol uchun bilsangiz kasallanari bor, boshqasi bor. Bir odam izinda yurish kerak buni, ya'ni yem anusuna qarab. Dim yemi chidatmaydi o'tdi hozir. Nelar bilan eshitdim, gurunglashib dim bo'lmayotir mol bor. Misol uchun uyinda kimdir omonatga qo'yadi. Omonatga qo'ygan bilan misol uchun 30 million omonatga qo'ysangiz, g'deta 6 million dohod keladi sizga. 20% berishi mumkin ko'p berganda dohod. Amunda 16 million bo'ladi. Temboli bu halol. Keyin bir gap eshitdim. Shu quyosh paneli misoli uyingizni ustuna yoki bir eshikingizdan naves qilib qurdirsang, shu yerdan налог to'lamaysan degan gap bor. Tushunish. Bu bunday. Agar 5 kilovatdan o'zi yuqori 2 kilovat qo'ysangiz ham 5 kilovat misol uchun o'rtacha eng kichkinasi o'zi 5 kilovat hoziranda 5 kilovatdan ziyod qo'yatgan bo'lsangiz 3 yil davomida yer solig'idan bir minimal, mulk solig'idan bir minimal. O degani, g'deta hozirgi shkala bo'yicha 800 ming so'mdan sal ziyodroq har oy yilida налогdan yutasiz. Yer solig'i, mulk solig'i arkasidan bir minimal ozod qiladi. Bir shu misoli qurg'i yo'q, men bunda tushunmadim. Qarang, shu noves aytdim, ayvonchama ochiq turibdi, uyimdan tashqari. Sho'ra deydi, shunga налог to'lamaysan deydi shunga. U boshqa narsa xato eshitdim. Misol uchun oddiy obishni uyda siz 1 million so'm налог to'laysiz misol uchun o'rtacha. Hozir 800 ming so'm imtiyoz qo'llasa 200 ming so'm to'laysiz-da. Yana shunday. Ha, shunda quyosh paneli mana ko'rdingizmi? Ham налогdan o'tasiz. Hem quyosh panelidan foydalanasiz. To'g'ingiz mut bo'ladi. Ham quyosh panelidan foydalanasiz. Effekti ko'p, haqiqatan zo'r narsa. Misol uchun biz o'zimizdan bu sohaga kirishdan oldin hisob kitobini boshqasini chiqarganmiz. Aholi uchun haqiqatan zo'r narsa. Hammaga maslahat beraman. O'zingiz ham aytdingiz-ku, bu sohada o'tgan odam yo'q. Ha, to'g'ri. Misol uchun bemalol qo'yib bosib boraverish kerak. Misol uchun uyda qo'ygandan uyda pulni qo'ymang. Uyda qo'ygan bilan bolalamaydi u. Yo'q, bolalamaydi. Ya, bir kandash kelib olib ketadi u pulni, qarzga berdi-da, unda izinda yugurib yurasiz. Ichiga o'shib beraveradi. Ya, xatirlar, bu narsaga olib yo'qlaveradilar uni. Men videomni Sardar elektrik ko'radi. Ko'rmasam tashlab berasizlar, shogirdlar ko'rsa. Men tuni uyga to'q tortdim, boshqa etdim, hozir pul soladi. Pul solmayman axir, chunki quyosh panelim bor-da, men pul solmayman-da. Hamma rasxodim shundan chiqadi. To'qning ham tuni avtomat ajratib ketdi. 15 kun bo'ldi, tuni pul soldim 150 ming so'm. Maydaman nechun men nima bo'lib bugun kirib qarasam, to'q ajratib ketdi quyosh panelingda. Ha, siz aytib turdim-ku. Ko'rdingizmi? Pul solmayman axir men. Quyosh paneli ber tutdim men. Hech turibdi uyima. To'q ajratib ketdi-da, elektrik ishlari bo'ladi. Tushunmab natda o'shidi. Bir avtomat ajratib ketdi. Pul solmaydi dedim, qarasam pul solib turibman. Bugun girsam avtomat ajratib qolibdi. Shunday. Ular pul solmaysan undan sonra. Aytadi-ku, pichoqni boshda o'zing urib ko'r, og'rimasa andatasam deydi-ku. Misol uchun men o'zim ham shu soha ichida yuribman, 2 yildan beri o'zimni 3 uyim ham ko'pman quyosh paneli. Yana misol uchun oddiy ko'rsataman sizga. Bugun 15-may-ku, yana 14-hissagacha 1479 kilovat to'q ishlagan yana. Bir obyekt. Zoom tortib bering. Yo'q. Bu hozir narsani chiqarib bering bizga. Bir oyligini mana necha kilovatlik? Oyligimi? Oyligim misol uchun shundan chiqarsangiz ham bo'ladi. O'rtacha 3 million so'm atrofida chiqadi bu. Endi qarang, bu bir obyektim. Bu ko'rsataman sizga. Necha kilovat chalish kerak? Menda 3 dona bor yana. Bu Saidjon Saidnazar akamatindagi. Yani Saidjon Malohat akamatında. Yani quyosh panel. Yana bu 1425. Bu arg'indan sal kamroq ishlab turibdi. Yordamda bu yerda to'q kuchlanish yuqorida, kuchlanishga bog'liq. Keyin uchinchisi bu kichkina akamatida Saidjon Saboqa.
Özüm kündəlik özüm hem teşkil oturaman kaysın. Yani. Bununki sel kamera anısı. Aylık görse tutmazdı. Bu küllik anısı. Bu aydaki may ayında. Şunda urunganiyaz bir aya şuna Kalkulatora vurup berem. bir aydan neçe son pul buladı misal. Ortası yılına ayına misal üçün yani 20 kilovatlı kopma 20 kilovatlı 3 milyon işlet tuttu ayına. 3 milyon so'm ayına Aa. Indi ortaça misal üçün bir 10 ayda hesaplasanız bir 30 milyonla yılına dohod taşıydı. 10 aya 30 milyon. Ama endi misal üçün kışına kamroq taşıydı. Özü bize de Kıska buladı. Ama Xorazm şaraitinde 10 kilovatlı 16-18 aralı işiydi. 20 kilovatımız 32-36 aralı işiydi. 30'da hesaplayıverik. 30 milyonda tahminen. Kem 30 30 milyon milyon işledim bolganda bir. yılına 30 milyon. He. Zor gel. Keyin ne diyecek adam? Bu ne diyecek adam? İsimden çıktı. İş kılıp zararı yok bu işin. Fayda kese ikiledi, zararı yok. Hakikaten ham. Dakkalla sizlere bir nesede bötüp gidecek edim. Şudan kuyaş panel ağalla, beksa tağına ağandırsız, başka yerde ağandırsız. Faydası zararı hakkında yazsanız da zor buladı. Bu zararını ben bir gün hiç işitmedim. Hiç kendi yanı. Zararını ben çünkü görmedim. Kudurma adam ben zarar gördüm diyeni işitmedim bir gün önce. Doğru. Faydalanıp tutla. Komentarda yazınlar ki şu videonu görüp kurdurama ya ki pulu var ya kadar günde koy bir gelle olsa şu videonu görüp belki kurduruverer. Bu faydalı hakikaten. Subsidiye verdi. Faydalanıp kalış gerek. Misal üçün biz hazır mijozdaga şunday bir teklif berip koyupmiz bize. Hazır yani videodan beramiz şu narsani. Hurmatli mijozlar, sizlarga şunday bir teklifimiz bor. Bize subsidiyani hujjatlarni shunday besplatni qilib beramiz dedik-ku. Hech qanday muammosi yo'q, kesillar hujjatlarni qilib beramiz. Bize klientlarga yana bir teklif berib turibmiz. Misal üçün bu sohada hech qanday bir risk yo'qligini, foydasi zo'r ekanini isbotlash uchun bunday teklif berib turibmiz. Mijozlar bizlardan 5 kilovat olamiz, 10 kilovat olamiz, 20 kilovat olamiz. 6 oygacha sinab ko'rsin effektini. 6 oy. 6 oyda ichida agar effekti ko'ngildagidek bo'lmasa, bize olgan pulimizni, satgan pulimizni qaytarib olamiz shu panelni. 6 oymi? Ha. İyi. Hech qanday anonsi yo'q. Aytchagim bu narsada men haqiqatdan klientga yog'ishini, haqiqatdan sifatini bilishini bilib turib, shuning uchun garantiya berib turibman. 6 oyda ichida yoqmasa, bemalol menga murojaat etsa qaytarib olaman shu narsani. Keyin ya aytacak narsam kellama geldi keyin. Qarang. Bu narsada hech kim utizmaydi-da. Bu garantiyali narsa. Xudo xolasa. Sizden az yine 10 kilovat, misol 5 kilovat alamanız necha so'm bo'ladi? 5 kilovat o'rtacha 17-20 million atrofida chiqib boradi. Ay 10 kilovat alaverik. 10 kilovat ma'qul shu katta. Uyingiz nechik bo'lsam siz bepul ishlaysiz. Nima 5 kilovatda mayes tutdi. 10 kilovat aldınız 28 milyon bo'ldi deyik. Taxminan subsidiya bilan. Keyin aldı sizden. Misali 28 milyon yok, 10 milyonu var. Bu değil. Bize de bu değil. Pul yetmedi bize misali. naqd kredit presi hammasini ishlaymiz. Agar mijoz misol uchun naqd pul yetarli bo'lmasa, birinchi navbatda misol uchun mahalladagi imtiyozli kreditlar bor. Shulardan taklif etib ko'ramiz. Niyodanda bularni foizi past. Necha foiz? Kam foizli? Misol uchun bizlarda bog'ot territoriyasida 12%. İmtiyozga tushgan. Boshqa hududlarda 17,5%. 5 yilga beradi. Eğer misal üçün şöyle 5 yıla kredit etip alıp koygandadan 3 yılda özel kreditini aklaydı. Size hiç kendin bir şey ettiğim miydi? Kredit bilen yine böyle işlegeni birbirini yiyip para Şu verdi. an aytacağım qarang, bu 128 milyon alsan 30 milyon yılına işlese da bu. Şunda siz bir yıla kaplap taşıyırsınız. Yok bu 30 milyon işletkanı 20 kilowattı. Ha 20 kilovat. Şunda 15-16 milyon. 16 işliydi bu. 16 işlegenden yarım pulunu kaplıydı. Eğer kredit bolsa 3 yıl alganыңızdan siz neden oladı qaçın? Ava. Yok bu değil. Eğer naqd alsanız 2 yılda kaplıydı. Kredit etip alsanız faizi var ku kreditti. Faizi var. 3 yılda ilesiz. 3 yılda ilesiz. Lekin bu değil. 3 yılda özünü işlegen pulu bilen özünü kaplıydı. Sizden bir so'm so'ramaydı. 3 yıl içinde özünü kreditini yolladı. Hem sizi tok bilen temin. Ava hem tok bilen temin edildi. Onakin 3. yıldanki oyağına 27 yıl pul taşat duradi. Shuncha aytibmiz mijozlarga. Alın bu hech qanday utsatga yeri yo'q. Ko'ringlar, bir sinab ko'ringlar. Ag'allardan maslahat so'ranglar. Ag'allardan keringlar. Misol uchun uyda qulayotgan pul bor. Mablag'ni nereye ishlatganini bilmay qo'yganlar bor. Qilinglar narsani. Benim özüm hem aytib turibman, size gapingizni bo'ldim. Satılış uchun aytib turganim yo'q bu gaplarda. Uyimga qurib ko'rmdagi bor narsani aytaman. Rahmat, gap yo'q. Bu narsani endi qurib berganlar ham boshqa ham. Bizlar ham boshda qiziqmadik. Yani qurgandan keyin bilib o'tiribmizda shu narsani, haqiqatdan. Ama babi bilgan ilmni ulashgan yaxshi. Misol uchun haqiqatdan bu narsa chalik ko'p bo'lsa davlatga ham yaxshi, hammaga yaxshi. Birov misol uchun bunda davlat sotib oluvchi-ku 1000 so'mdan sotib oladi. Odamning chalik ko'paysa ham
endi 900 dan satib olaman, 800 dan satib olaman degan gapi yo'q bunda. Shu tegis 1000 dan satib oladi. Hozir bir xil mish-mishlar chiqib turibdi, 250 dan satib oladi. Bu narsa yo'q gap. Действительно, hali u chiqargan, ana u qonun, ana emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, jismoniy shaxslarga o'zi shartnoma qilganda 10 yilga shartnoma qiladi 1000 so'm. 1000 so'm 10 yil. Bugun tuzsangiz, misol uchun 2026-yil 15-mayda tuzilsa, 2036-yil 15-maygacha sizdan 1000 so'mdan sotib oladi. 1000 so'm oladi tasavvur. Ha. Hozir olsam 10 yil. Tuzgan kuningizdan 10 yil. Ha, Shuning uchun hech kim unga xavotir olib bunday o'tirmak kerakmidi? O'rtoqlar, har bir ishda risk bor. Har bir sohada. Bunda minimum umuman riski yo'q. Davlat tarafidan 20% subsidiyasini ham berib turibdi. Hamma mahsulotni berib turibdi. Elektrisitet sotib olaman deb turibdi. Uni ortiq nishsin davlat. Nishsin davlat. To'g'ri. 20%ni berib turgan bo'lsa, ishlab chiqargan to'qni sotib olaman deb turgan bo'lsa, qo'y deb turibdi. Uni ortiq nishsin davlat. Hammaga ko'rsatib turibdi, qo'y dedi, olaman dedi. Misol uchun bir yer olib borib sotaman degan tashvishi yo'q. Misol uchun molni olsangiz boqqandan keyin sotish kerak. Bozor olib borish kerak, bir bombasi va boshqasi yo'q. Axir bunda oyma-oy har 25-ida plastingiz qarsa tushadi. Hech qanday muammosi yo'q. Misol uchun davlat sotib olmay qo'ysa yetaman dedi. Axir o'zi sotib turganingiz 1000 so'mdan sotib turibsiz kilovatini to'g'ri. O'zi hozir yana ko'tarilish bo'ldi 1-iyunda. Yana 10% ko'tardi. Bu yog'i o'zi 1 yil, yarim yilga o'zi aholini olib turgan to'g'an 1000 ga boradi o'zi bu borishda. Boradi. O'zi yana qimmat edi. Ava, u hech qanday 30 ming so'm narsada. Buni ba'zi quradilar, chunki ba'zi quradilar. Ko'p qimmatlab qoladi orqasini. Lekin bir joyi bor. Aholiga aytchagim, tezroq qistonmasalar, misol uchun bizda transformator degan narsa bor. Tok, anosida ulanishida transformator narsasi bor. O'rtacha misol uchun uyingiz yonida bo'lishi mumkin 150 lik transformator. 150 lik transformatorga 120 kilovatgacha quyosh paneli ulashga ruxsat beradi. Bu nima degani? Misol uchun, bir qo'ng'ishingiz qo'ydi 30 kilovat. Bir qo'ng'ishingiz qo'ydi 50 kilovat, 80 bo'ldimi? Sizga maksimalni 40 kilovatga ruxsat beradi. Agar shu yerda siz misol uchun qo'yacaksiz, endi niyat etdingiz, misol uchun siz o'ylab o'tirsiz, kuzakga olib borib qo'yaman deb tursiz. Lekin bilmaysiz, kuzakkacha bu transformator to'latgan bo'lsa, elektrisitet siz bilan shartnoma qilmaydi. Mana shu deganda bu transformator u kuchlanishdan ziyodini ko'tarilmaydi. Sizda 2 dona yo'l qoladi. Ya o'zingiz transformator sotib olib qo'yasiz, ya quyosh panel qo'yolmaysiz. Ana shunday muammo bor. Qo'ni-qo'shni atrofdagi shu shitavlanganlar tezroq qo'yib olmasa qolib ketadi deysiz. Shuning uchun maksimalni tezroq yoki qo'ydirish niyatingiz bo'lmasa-dan, ya'ni keyinroq qo'ydiraman deyotgan bo'lsangiz ham, maslahatim elektrisitetga boringdan texnik shart degan narsa bor. Ana shuni olib qo'ying. Yo'g'ada ana shu olingandan keyin sizga quyosh panel qo'yacak deb o'zi registratsiya etadi u. Yani transformatorda qismni sizga biriktirib qo'yadi. Keyinchalik ulayverasiz, hech qanday muammosi yo'q. Aytchagim shu yerda bron qilib qo'ying, shu limitni bron qilgan deydi. Aytchagim keyinchalik anchayin foydasi bor. Hozir hamma ko'rib turibdi, effektini bilib turibdi bu narsa 2-3 yil ichida anchayin ommalashdi. Oldinlari ko'pchilikka tushuntirilmay yuradik bu narsani. Hozir endi Xudoga shukr o'zi klientlarimiz ham yetarli, aholi o'zi ham tushunib qoldi. Soat darajasi ham yaxshi, quyosh paneli nima ekanligini ham biladi. Oldinlari firmalarda bu farqi ham bormi dedi fuqarolar. Hozir inventordan biladi, quyosh panelidan biladi, hamma narsasini biladi. Misol uchun bizda Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro taraflar elektr energiya bo'yicha yaxshi soat qoldi. So'ng hozir Qashqadaryo, Surxondaryo tarafiga qo'yamiz. Panellarda, inventorlarda ham farqi bormaydilar. Lekin bizda o'zi hamma narsasini как положено aholi tushunib yetgan. Shuni hisoblanadi. Ham bizda yetkazib beruvchilar ham anchayin ko'p Xorazm, Qoraqalpoq territoriyasida. Shuning uchun konkurensiya yuqori, narx past. So'ng uchun Buxoro, Qashqadaryo u taraflarda narxlar qimmat. Aytchagim bu yerda nechalik maksimal ko'p qo'ysa, shunchalik effekti bor. Oldinlari aytaradilar shu bo'yicha to'g'ri aytasiz. Yani toza kirgan vaqtlarda odamlarga tushuntirish, reklama qilardik, boshqa qilardik. Birlar bormaydi, bu buzilib qoladi ekan, yonib ketadi ekan, kuyib qoladi. Odamlar necha yil bo'ldi ishlatib o'tiribdilar shu bo'yicha. O'zimizga 4-5 yil bo'lib qoldi. Hech narsa aytmaysan-da. Bizda tozayim bo'lgan bilan Xitoydagi bu narsalar 20-30 yillar oldindan qilib yuribdilar bu narsani. Misol uchun zo'r narsa bo'lgan uchun, ana bo'lgan uchun davlat tomonidan shuncha subsidiya berib, shuning uchun ta'minlab turibdi. Bo'lmasa davlat ham ana emas. Aytchagim zo'r narsa. Qilish kerak. Misol uchun ko'p yerlarimiz bor, ochiq yotgan yerlarimiz bor. Shiferda ustida, ya'ni kerak bitgan shiferda ustida turadi bu. Shuni hech yerda. Bir yeringizda bir mishat deydi, boshqa ketmaydi. Yoki qo'ydirishingiz mumkin, eshik oldidan naviset qo'ydirishingiz mumkin. Mashinangiz soyada turadi. Ham pul ishlatib turasiz,
hem maşina anın nevestinde turadi, bir çayla varıp turadi. Hazır- Hem tamamda efekti var. Hozir shunda 30 kilovatlik qana 28 10 kilovatlik 28 million bo'lsa bir rasmiy noise bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ama misal için panelde öz ölçemi 1.20'ye 2,5 болады. Bu bir tane şundan hazır 620-625'lik panelden 16 tane koyular. Özünüz oynayıverin 16 tane. 16 metre keterdi. Bir yağı 2,5 metre. Keyin diyecekimda shifr ataman desangiz nima ham pul ketadi diyecekman-da, shu noise qilaman To'g'ri, desangiz. Qarang, to'g'ri. necha million pul ketadi. To'g'ri, birinchidan agar temirdan qilayotgan bo'lsangiz issini o'tiradi u. Bu issini o'tirmaydi. Nimadan o'zi energiya olib qoladi-ku bu. Energiyani olib qoladi. Yutadi. Pastindagi energiya unchalik issiq bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'zi misol uchun ikkisini orasi o'zi ozgina ochiq qoladi. İki panelning o'rtasida. Mezar chiqadi. Ama rezinkasi var o'zi. O rezinkasidan ham qo'yib beramiz. Shifr hisobidan foydalanaveradi. Pastga yomg'ir tushmaydi umuman. Effekti ko'p. Aytchagim bor vaqtida, energiyani vaqtida sotib olib turgan vaqtida davlat bemalol qo'yish kerak. Foydalanish Uchun kerak. biz har bir biznesdan maqsad foyda qilish. Bundadan 50% shundalar davlat aytib turibdi. Dohod etasan, hammasi hisob kitob etib berib qo'yibdi. Endi buyog'i bir bo'ldi qo'ydirjakman deb bir kelleni çaykasanız bo'ldi. Qo'yiladi, hech qanday muammosi yo'q buni. Bir istek kerak bo'lib turibdi. O'zi foydasi tushib ketgandan keyin foydasi tushib turibmi plastikka, o'zi motivatsiya bo'ladi. Hozir ham shu yerda qo'yib turibmiz. Masalan, 10 kilovat puli bor. Biza ko'pchilik klientga aytamiz-da, 10 emas, inventorni 20lik qo'yib beradi. Sizga greta bir 2-3 million so'm qimmat oladi, lekin inventorni 20lik qo'yadi. Kattasidan. Havo, keyinchalik quruq panel qo'yib ko'rasiz. Ulab ketaverasiz. Havo, inventorni sotib olib o'tirmaysiz keyin. Bo'lmasa yana xarajat etishina to'g'ri keladi. Ama ham misol uchun 10lik 10dan 20 ga qo'yatgan bo'lsa, har 10ligi qolib ketadi. Ha. Ashura bor. Misol uchun u kur zarar-ku, nima kerak? Zarar. Undan shu 20lik bir inventor qo'ysin, hozir bizda asosiy xato 20lik inventor ketib turibdi. Nima deganda, o'sha fuqarolar bilib turibdi uni. Hozir Keyin yana ko'paytiramiz. imkoniyat az gelişmedi. İşte 10 panel 10 qo'yadi, inventor 20lik qo'yadi. Keyinchalik davob ketib panel qo'yib qo'yadi. Arzon ham tushadi. Prezident ham shuning uchun ta'kidlab yotdi-ku. Mahallalar hamma yerda prezident hattoki. Quyosh panelida kursullar foydalansin, ishsiz qolmasin, pul keladi, hamma ta'kidlab. Shu mahallalar ham, mahalla reislari ham rahmat alam. Qayta aytadi. Kurdiring, gruppalardan so'raydi bizlardan shuni. Quyosh panel kurdiring, subsidiya bilan berib turibmiz. Foydasi bor ertang. Devlet tarafından subsidiya berib turibdi. Yana shu prezident yaratib qo'ydi shuni falon foizini. 28 ga tushib qolgan. 20% beradi deysizmi hozir? 20% subsidiyasi. 20% subsidiyasi bor. Nechalar quracaqsiz? Basing. Ana, imkoniyat berib turibdi. Hozir mahallalarga ham aytganingizdek 300 kilovatdan davlat tarafından o'ziga yetib berildi. Har bir mahalla 300 kilovatdan qo'yilyapti. Bu loyihalari bor. To'lovlar kelsa, xudo xolasa ulardan ustanib kelsin, boshlaymiz. Undan emas. Keyin masalan har bir hududda ijtimoiy reyestrga kirgan fuqarolarga unatilib berib turibdi. Masalan biz o'zimiz Bog'ot territoriyasida ham o'tgan oyda 9 ta xo'jalikqa unatib berildi. 5 kilovatdan anasini qo'yib berildi. Shu davlat tarafından qaplab berildi. Hammasi 100%. İjtimoiy reyestrga kirganlarga unday logotasi bor. U bo'yicha hokimiyatga murojaat etsalar, ular ham shunday besplatni qo'yib berilish imkoniyati bor. Ular ham o'zlarini masalan qaysi tumanda istiqomat qilsalar, shu hokimiyatini uchrashib ko'rsalar, bemalol unday qilayotgan bo'lsa, u yerlardan ham yordam berishimiz mumkin. Aytchagim, bu yerga kelsalar, maksimalni o'zimizda bor bilimni beramiz, o'zimizda bor imkoniyatni aytamiz, qaysi hujjat ishlash kerak aytamiz. Eng asosiysi, subsidiya uchun dokument topshirajak odamlar ko'p narsa kerakmidi? Uyini kadastri kerak, tashqi taraf rasmi kerak, keyin parol kulish kerak. Boshqa hech narsa kerakmidi? Bo'ldi. Arizasini yuboramiz. Hafta ichida o'sha hujjatlar tayyor bo'ladi. Hech qanday subsidiya keldi. Hech qanday bir ortiqcha daxmaza, boshqa hech narsa yo'q. Bir shu 3 ta narsani olib keladi, rasm, uyda chiqsangizlar, qars 4 ta rasm, kulishingiz kadastr bo'ldi. Boshqa hech narsa kerakmaydi. Kerakli masaladan shuni olaverasizlar. Ne kerak sizga? Qaysi qiziq, qaysini haqiqatdan? Mana bunday ne kerak, mana bunday kerak. Nechikda ishlaydi, tushunmasangiz programmalari bor, to'g'rimi? To'g'ri. Quyosh paneli o'rnatganingizdagi har bir narsani o'zingiz ko'rib o'tirasiz. Nechasini rasxod, nechalla quyoshdan nechalla energiya oldi. Hozir hakrasini sezoni quyosh, guning uzun vaqti, jadadab tushib turibdi quyosh issida. Jadadab pul ishlaydigan vaqt haqiqatdan. Azangi 5 ta chiqib turibdi, 8 gacha turibdi quyosh. Ha, shunday. Bundan artık ne bizde ülkemiz hakikaten ser quyosh ülke deydi-ku. Ser quyoshi. Hakikaten energiyanın özünde küllemiz açık yine. Açık ısı, bulut yok, ana yok, energiya
maksimalni olish imkoniyatimiz bor. Misol uchun qaysidir hududda nimadir moslashadi. Misol uchun Rossiya hududlar o'rmoni ko'p. Anasında qaysidir iqlim yana bir narsaga ixtiloslashgan. Bizada quyosh energiyasi yaxshi. Shunday. Misol uchun hamma yerdan bu bunday bizakindek effekt berish olish qiyin. Misol uchun Rossiyada bizakinchakka bunday 10 kilowatt qo'yganda 16 million dohot ololmaydi. Nima endi quyosh nuri yetarli emas ularda. Misol uchun effekt bunchalik yuqori emas. Bizada ham misol uchun Xorazm territoriyasidan Surxondaryoda effekt yaxshiroq. Misol uchun bizada eng ko'p energiya olish imkoniyati Surxondaryoda. Surxondaryodanmi bizada? Ha, koeffitsiyent yuqori o'rda. Nima 1 kvadrat metrga quyosh energiyasi tushish koeffitsiyenti bor, o'zi o'lchanayotganisi bor uni kategoriyalari. Shu bo'yicha respublika bo'yicha Surxondaryo eng yuqori o'rinda turadi. Effekt eng yuqori Surxondaryoda. Keyin Qashqadaryo, Buxoro keyingi o'rinda turadi. Lekin energiya bo'yicha hali Qashqadaryo bilan Surxondaryo orqada bo'ladi. Hali ularda dumon bizakinchalik ketib katta ob'yomda qo'yilmadi. Eng anonda subsidiya uchun kurash anonda jadal kirib turganlar bizat Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq. Respublikaning g'arbiy tomoni asosan. Ma'lumot uchun bizdan qolib ketgan guruh suhbatlar, o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, tushunmayotganingiz bo'lsa, xohlang kommentariyada sizlarga joy ajratib ketaman men. Bemalol qo'rqmang, tekin yozavanglar. Like ham tekin, pul emas. Like bir dona bosib qo'ysangiz ham pul so'ramaydi. Tekin. Telefon nomeriga qoldiraman. Yesichu Beksot akaga oid, shuna servisini oid. O'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib bering. Adres Xorazm viloyati Bag'at tumanidamiz biz. Lokatsiya tashab beradilar. Nerdan bo'lsangiz ham g'asrlar kelasiz shu yerga. Respublika bo'yicha hamma yerda dastavkamiz bor. Hech qanday dastavkadan muammo yo'q. Bog'ot, Gullan, Yangi bozorda, keyin Yangiariqda filiallarimiz bor. Ha, bu bellar uchun. Ha, undan keyin Qashqadaryo Yakkabog'dan filialimiz bor. Qashqadaryodan bormi? Ha, undan Toshkentdan filialimiz bor. Bemalol fuqarolar nerdan murojaat etayotgan bo'lsa, shularga qaysi filialimiz yaqin bo'layotgan bo'lsa, filial orqali murojaat savollarga javob berishimiz ham mumkin bo'lsalar, yo'q bo'layotgan bo'lsa, telefon orqali, Telegramda bo'lsa, Telegram orqali, video bo'lsa, video vizitlar orqali bemalol nechta savollar olayotgan bo'lsa, nechta takliflar olayotgan bo'lsa, bemalol eshitib maksimal yordam berib, o'rnatib berib, chiroyli qilib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Maksimal andatganda harakat etsinlar, ko'rsinlar effektini. Bo'lmasa, oddiy misol hozir sun'iy intellekt rivojlanib ketdi. ChatGPT. Kirsinlar, yozsalar, shuni qilyapman, nechik effekt. Ha, odamlarni chitnat. O'zi odamlar qarashini negativ tomonmi? Sun'iy intellekt ham o'zi biladi, uni nega siz olib turibdi, nechik olib turibdi. Dunyoning aynasini olib aytasiz sizlarga. Misol uchun shundan so'radim, bo'lsa ko'chani xatirlardan so'rasangiz ham bo'ladi. Ular ham biroz narsani biladi, ChatGPTdan kam emas ular. Ya ChatGPTni xatirlar bilan O'zbekistonda ChatGPTga kamerani qo'yib qo'yibdi-ku. Hazil hammasi gap yo'q. Bemalol unda 12 viloyatdan ham bizani bez problemlar aloqa chiqaradilar. Misol uchun optimchilar ham, shtugoy ham hech qanday muammosi yo'q. Ha, shtugoy berib sotish ham olsa bo'ladimi? Bemalol. Xolasa o'zim ustam bor, o'zim ustunib ketib beramiz desa, komplekt narsasini beramiz. Usta qismdan tashqari hamma narsasini yetkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Ha, ustalar o'zi qurbon foydalansa bo'ladimi? Misol uchun xolasa biza ustalar qurdirsam bo'ladi. Olib borib o'rnatib o'zimiz qurib beramiz. Yo'q, o'zim tanish ustam bor. Menga qurib materialni bering desa, materialni ukovkalab, chiroyli etib dastlab ketib chiqarib beramiz. Hech qanday. O'shanda o'zi olib borib o'zi o'rnataveradi. Arzonroq tushadi. Katta ob'yomda quyosh paneli sotib olaman deyotgan bo'lsam, bemalol murojaat etaversinlar. Kerak bo'lsa furalab, xohlasa konteynerlab yetkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Narxini kelishamiz, xohlasa narx, xohlasa kredit, xohlasa pretsediya. Hech qanday muammosi yo'q. Furalab kelib turibdi, Sklat Aryanda haqiqatdan ham oldindan bor endi, oldindan ham reklama qilganman Beksot akanga. Xudo xolasa, asab bemalol ishonchli ishoning, kelinglar, bizda videoda ko'rdim deb. Xudo xolasa. Xarid qilaverasiz, subsidiya berib turib foydalaninglar. Ko'ringlar, qarab bo'lsin, ishlanglar. Hech qanday muammosi yo'q. Biznes qilaman degan bo'lsalar ham bemalol aytishim mumkin. Xitoydan o'zimiz birinchi qo'lab kelamiz. Agar 1-2 so'm mablag'im bor, qaysi biznes qilishni bilmayman desa, bemalol quyosh paneliga tikishlari mumkin. Xitoy agar arzonroq narxda olaman desa, 1 oy ichida yetib keladi Xitoydan. Bizga qo'shib to'lov qilishlari mumkin bemalol. Xitoydan 1 oy ichida yetib keladi. Yana qo'shimcha doxod qilishlari mumkin. Yukni birga oldirishimiz ham mumkin. Hech qanday muammosi yo'q. Agar to'lov bo'layotgan bo'lsa, xolasa quyosh paneli biznesda shug'ullanjakman, men ham o'zim optim sotjakman deyotgan mijoz olayotgan bo'lsa, kelsalar birga oldiramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Qo'shilib ish beramiz. Ha. O'zimiz panelga qo'shib oldiraveramiz, hech qanday aloji yo'q. Buni ichki bo'ladi. Biznes etib, misol sizga o'xshab olib sotsa bo'ladimi? Bemalol. O'zim sotaveradi. Misol uchun bu narsada muammo yo'q. Toshkent anasonda ham quyosh panel bor desangiz, o'zi klienti chiqadi u. Muammosi yo'q buni. Misol sotaman desangiz, katta biznesmenlar bor. Misol uchun pulni 1 milliard, 2 milliard, 5 milliard, 10 milliard puli bor odamlar. Misol uchun bir furangiz o'rtacha 700-800 millionga aylanadi.
Açık aydın suhbat oldu. Aa, o misal üçün var narsani aytdim-ku, bar bilimimizni ulaşamiz. Hech qanday uni yashirgandan, anlatgandan ma'ni yo'q. Bilganimizni aytali bir-birimizni. Endi aytaman da bilmaganimizni o'rganayli. Xitoydan gerek bo'lsa oldirib aytaman degan. Aa, hech qanday anisi yo'q. Misal üçün uni ochiqchasini, misal üçün bu Jinkos panellar, invertorlar, Dia, Solax hech qanday muammosi yo'q. Bu Xitoy mahsuloti. O'zimiz ishlashib turibmiz. Klientlar olayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha birga ishlashib xolasalar boraman desa Xitoyga o'zimiz bilan ketamiz delegatsiyada. O'zimiz boratgan onlarimiz bilan Canton Fair festivali va endi yilda 2 marta bo'ladi. Bahorg'isi o'tdi, kuzak festivali bor. Xolasa birga ketaman desalar, Canton Fairga birga ketishimiz mumkin, hech qanday muammosi yo'q. Rahmat Bekzodga. Ma'lumot uchun, boshqasi uchun yangi aytganimiz bizda ham qanday tutqani bo'lishi mumkin. Bemalol telefon qilaveradilar. Bolalarda kontaktlar nomerlarini beramiz, Telegram nomerlarimiz ham, keyin qo'l telefonlarimiz hammasini beramiz. Bemalol o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bemalol so'rab olishlari mumkin. Hech qanday bexijolat azonga 9 dan kechki 10 gacha bemalol urib telefonlar ishlaydi. 7-4 ishlaydi. Bu apparatlar ham qaysidan kerak bo'lsa, qaysi liniyadan foydalansangiz hammasini tushuntirib beradi. Hammasidan bor, misol uchun. Provodi kerakmi sizga, nechkini qo'yasiz? Mis kabellari kerakmi, zazim liniyasi kerakmi, kripliniya kerakmi, avtomatlar kerakmi, quyosh paneliga doir newlar kerak bo'layotgan bo'lsa, hammasi bor. Optim narxlarda Dia inventorlardan dillerimiz, Solax inventorlardan ham dillerimiz bor. Xohlagan narsasini yetkazib beramiz. Avtomatlar boshqa new bo'layotgan bo'lsa, o'zimiz ishlashayotgan ancha tadbirkorlar bor. Olib ustunib ketayotgan tadbirkorlar ham bor. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. O'zlaridan qancha materiallar kerak bo'layotgan bo'lsa, qaysi mahsulot kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol yetkazib beramiz. Bunda hech qanday muammosi yo'q. Esa hammaga rahmat. Birdan like bosib, o'zingizni qiziqtirgan fikrlaringizni kutib qolaman. Kommentariyada qoldirasiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. 12 viloyatdan ham telefon qilaverasizlar ekan. Farqi yo'q ekan. 12 viloyat. Ko'rdingizlar, Qashqadaryo, Samarqand, Vodiy hammadan ujud yuborib o'tibdi ekanlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Plus 12 dan plus oxiri. Liboy. Xolasangiz Qoraqalpoq. Liboydan yuborasiz. Bemalol hammasidan murojaat etaveringlar. Xudo xolasa eng ko'rganingizda eng arzonni aytib beraman deb turibdi. Buning ne yo'q hali, va'da hech kim bermadi. Ana sizlar. Andijongacha ketamiz. Buyog'i Qoraqalpoq. Nukus, Jassiqacha. Qarag'acha. Sog' bo'lasizlar. Davlat atagacha. Ko'rishguncha. Bo'ladi. Nimaga? Bag'at Armada Energy'den sizlere qaranglar, dimzo'r quyosh panellar Xitoydan o'sha korobkilar kelyapti. Ko'rdingizmi? Furalarda tushib yotdi. Qaralar tushirib ketdana. Xudo xolasa oldin bular motosikl bilan shug'ullanadi. Men ko'p reklama qilar edim. Bu yerda asatli motosiklar ham bor. Ko'rsatmas ag'zaki aytib ketaman, kelib olaman, boshqa qilaman dedi. Arzon narxda beradi ekanlar. Hozir qo'g'onlar ushi arzon beradilar. Kelsangizlar. Keyin quyosh panellar kimga kerak bo'lsa, Jingo, boshqa nechik turi, nechiki bor, mas'ati zo'r kerak bo'lsa, men videoning davomida ko'rsangizlar, sizlarga batafsil tushuntirib beradilar, xudo xolasa. Tushuntirib beramiz. Bu quyosh panelining turi chiqib ketdi, hamida sottiribdilar. Xalq bilib oldi, uje hozir quyosh panel qursa nechik foydalanishi. Nechalik ko'p qurib, nechalik foyda keltirishini ham hozir har bir qurg'on yoki qudurma odamlar ham internetda chiqib aytib turibdi. Bu ejdan zarar ko'rgan odam yo'q hali bugungacha yoki bir portlab ketib tok berming qolgan narsa bo'lmagan. O'zim ham uyimda 10 yildir nichanada aytib o'tib ketaman. Bu quyosh panelidan bu. Bu foyda kelsa keladi bilmadim. Zarar keldi degan odamni ko'rmadim, xudo xolasa. Bundan keyin buni reklama etmeyik, bunu hamma taqadi. Bu quyosh paneli. Chunki foydali narsa. Zo'ridan zo'ri chiqib turibdi buning. O şu ko'chalarimiz, asfaltlarimiz, yo'llarimizda dahi quyosh panelidan adagan nelar bo'lib ketdi. Svet. Projektorlar bo'lib ketdi. Xudo xolasa uylaringizdan poni to'q bilan ta'minlaydi, ham pul ishlasangizlar ham bo'ladi. Odamlar o'sha ekin yeridan foydalanmang, yo'rinjak turib ustuna quyosh paneli qurib boshladilar. Navesat bo'shadi. Zo'r etib. Ko'llaring ustuna qurib boshladilar. Foydasi bo'lmasa bu ishni etmasadi hech kim, to'g'rimi? Puli bor odam ishlab turibdi. Xudo xolasa buni bo'lib beray, nechik bo'ladi, kredit olaman yoki eldan ozroq to'lov qilaman. Shular hammasini savolim beraman. 5 soatga yana keldim. Video birdan like bosib, chiroyli kommentar, o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Quyosh paneli ishlatib o'tirganlar. Sizlar quyosh paneli borlar, baribir ko'rasizlar mana. Chunki ko'rib o'tiribsizlar, xalq ham foydalansin sizlarga o'xshab. Qurdirsangiz, qarang bu narsa zararmi, foydami? Kommentda yozib keting, quyosh panelingiz bor, mendan bor. Men aytib turibman, foydasi bor, zarari yo'q. Sizlar ham yozinglarki, xalq ishida ko'rganlar videoni kommentariyada o'qib turib bilib olsinlar. Ana gap vaqtda o'pdim yeri, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Mana endi obunachilar shu bir dana panel bilan o'sha BYDga elektrichki BYD bilasizlar, shuni ustuna qo'yib
zaryad berip başladılar. Bundan keyin gerek bo'lsa mashinalarınız ham to'qa qo'ymasdan faqatgina quyoshdan energiya olib turib, doldurib hayda bersangiz bo'ladi. Hech ede to'xtamay ketaverasizlar, dunyo gezmaykan, ustuna birdan panel qo'yib olsangiz bo'ldi ekan. Ko'rdingizmi, videolar tarqalib ketdi. Quyosh paneli shunday foydali bo'layotir, so'ngida uylari, mashinalara hamma yerga to'q berib boshladi. Armada motorsa kelganmiz, xudo xolasa, Xorazm viloyati Bag'at tumanidaman, qanday imkoniyatlari bor, kursangizda nechik foydalari bor, nechik apparatlar, nechik vejda bilan o'rnatsangizda chiroyli bo'ladi, nechik effekt beradi. Bu videoga birdan like bosib, tanish bilishingiz ham tashakkur qo'ysangiz bo'ladi. Chunki bu foydali video, xalq uchun, yurt uchun. Subsidiyalar berib turibdi qurishingiz uchun. Falon million so'm bo'lsa, dokumentingizni subsidiyadan hamma narsasini o'zlari qilib beradi. Siz arzon narxda olib borib chiroylisini o'rnatib berib keladilar. Kelinglar Behzod aka bilan chiroyli maslahatlashamiz, chiroyli. Videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Assalomu alaykum Behzod aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana shu mikrofonni taqib olasiz. Xudo xolasa, bu videoda siz quyosh paneliga qiziqib yurgan bo'lsangiz, imini siz uchun bu. Atizlaringizni bilaman, dekanchilik to'xtatdingiz, ekming qo'yibsiz, Moskvada yuribsiz, uyda ne ish qilsam eganda. Quyosh paneli o'rnatasiz, to'g'rimi? Atizlar o'rnatib yursizmi? Dekanchilik ustini shuni o'rnatib qo'yibdilar, tayna yo'rincha bug'doy ekib qo'yibdilar. Bo'p turibdi bu ham bo'p turibdi. Pulam yetib turibdi, atizlar ham bundan yetib turibdi. Yaxshimisiz Behzod aka? Shu qani keling o'tiringlar. Xalqimizga, elimizga, xudo xolasa 1-2 so'm ishlayman, 1-2 so'm niyat, inglab qo'ygan pulimni nera tiksam ekan, nera investitsiya qilsam ekan deb o'ylab turganlar uchun ochiq yerda nera olsa, quyosh nuri nera tushsa, hammani o'rnatib beramiz. Hamma yerdan pul ishlasa bo'ladi. Ava, quyoshdan keyin pulni, nurni pul aylantiraveradi. Pul aylantiraveradi. Xudo xolasa hammasini tushuntirib, anlatib beramiz. Xudo xolasa siz o'zingiz bilasiz boshliq, bizda tarmoq ko'p. Bemalol o'tirib oling. Tarmoq ko'p. Quyosh panel, keyingi tarmoqlarimizda oldin ham xabaringiz xalqqa, yurtimizga sifatli motorollar va boshqa turli mahsulotlar yetkazib berib, ishonchini qozonganmiz. Bag'at Armada hozir Bag'at Armada Energy nomi bilan ishlab turibmiz. Xudo xolasa 2 yildan o'tdi. Quyosh panel sohasiga kirib kelganimizda 2 yildan beri aholimizga xizmat turli ko'rsatasiz. sifatdagi, eng yaxshi sifatdagi mahsulotlarni Xitoydan o'zimiz birlamchi qo'l bo'lib olib kelib berib turibmiz. Ham chakana narxda, ham ulgurji narxda yetkazib berib turibmiz mahsulotlarimizni. Endi quyosh paneli haqida keladigan bo'lsak, quyosh paneli haqiqatan zo'r narsa. Действительно, misol uchun mijozlar uchun ham, xalqimiz uchun haqiqatan zo'r narsa. Bu narsani davlatimiz ham tushunib turibdi. Shuning uchun har bir fuqaroga uyini qo'yayotganlarga 20% subsidiya ajratib turibdi. Qo'yilgan quyosh panelni 100 million qo'yayotgan bo'lsa, 20 million subsidiya ajratib beradi. Ana shu subsidiya emas, masalan, hozir ko'rganlar ham, men o'zim tushunib oldim buni. Bu tushunib oldim. Shu haqida bir ozroq ma'lumot kerak, tushunmaydiganlar uchun. Bu bunday. Subsidiya necha bo'ladi? Subsidiya o'zi O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosina beriladi. 18 yoshdan katta bo'lgan pasporti bor fuqarolar hammasina beriladi. Sharti bor. 2 dona oddiy sharti bor. Shu shartga javob bersa bo'ldi. Birinchisi, kadastri bo'lishi kerak uyda. Uyni kadastri bo'lishi, dokumenti. Turar joyga beriladi. Noturarga bermaydi. Faqat fuqaroni uyina beradi, turarga beradi. Uyda kadastri bo'lishi kerak. Keyin oldin qo'yilmagan bo'lishi kerak quyosh paneli oldin qo'yilmagan bo'lishi kerak. Ikkinchi shartida sal yengillashtiruvchi tomoni bor. Misol uchun oldin 5 kilovat qo'ygan, iste'mol haqiqatan ko'p. 5 kilovatli quyosh panel yetkazib berilmay turibdi. Unday bo'ladigan holatda berilishi mumkin bo'lgan subsidiya. Xudo xolasa agar kelsalar, maksimal yordam beramiz. Bizda o'zi shunday xizmat turi bor. Aholiga subsidiyaga arizalarni yuborib beramiz, hujjatlarni o'tkazib beramiz. Unga hech qanday bir to'lov olinmaydi. Besplatniy hammasi. Keyin, misol uchun biz ko'pchilikka aytamizda, subsidiyasini olib qo'yavering. Bu 3 yilgacha yaraydi. Sizda hech qanday to'lov bo'lmaydi. Olib qo'yib, 3 yil ichida qachon quyosh paneli qo'ydiraman desangiz, shu vaqt qo'ydiraverasiz uni. Subsidiyadan olib qo'yarsan, tekin u. O tekin. Ham ko'ra bu quyosh paneli uchun emas. G kollektorlar bor, issiqlik nasoslari bor. Issiqlik nasosini 40% ga subsidiya beradi. Jo'llagan qo'yib. Xudo xolasa u tarmoqdan kengaytirib turibmiz. Keyingi kelganingizda undan ham taxlab beramiz. Uyda issiqlik nasoslari orqali qizdirish versiyasi. Tipli nasos kechaksizmi? Avval ular Xitoy bilan shartnoma qilib qo'yibmiz. Shu kelsa zo'r bo'ladi. Yozda suvutadi u, qishda qizdiradi. Xudo xolasa uni ham texnologiyasini qilib, u 40% subsidiya. Bu quyosh paneliga 20%, unga 40%. 40% jo'llaganlar. Ham energiyani tejaysiz, ham mablag' ishlaysiz. Endi xudo xolasa u asosan gaz yo'q hududlar bor, misol uchun gaz yo'q, ko'mir va boshqa turda elektr bilan qizdiradilar uyni. Agar ham quyosh panel qo'yib, ham kollektorni issiq nasos qo'yayotgan bo'lsa, ancha effekt beradi. Uyni ham bemalol qizdiradi,
Quyosh panelidan to'g'am ishlaydi 1-2 soat. Yozda sovutadigan kerak bo'lsa. To'g'ri, qarang. Hozir quyosh paneli qurdirganlar sizni utasizlar, qo'llaringiz bilan. Nechun? Ertaga aytib turganing, yangi deyim, hozir ko'mirdan 3 baravar yoqib rasxod qilib o'tirgan bo'lsangizda, men eshitishim bo'yicha 1 baravar misoli. 3-1. 1 baravar foyda bilan chiqasiz, uyingizni qizdirasiz. Chunki quyosh panel zakonli qurdirgan bo'lsangiz, kattasidan qurdirgan bo'lsangiz, kerak bo'lsa davlatga pul to'lamasdan to'pli nasos, o'n ko'payayotir beda, xudo xolasa shu narsada. Men o'zim ham qiziqib yuribman. Quyosh panel kursangizda tekin yakasizlar shu vaji. Kurdiringlar, xudo xolasa keyingi yil tepli nasos gelsam o'zim reklama etib beraman shura. Shu dim nima bo'lib chiqyapti, hali aniq men bilmayman. O'zim ko'rib, o'zim naqamadim. Xudo xolasa uni maydalab sizga nishik bo'lishini aytib beramiz. Tushuntirib beramiz. Ekkesalar beksatan. U narsa lekin u narsadan ikkalamiz u Xitoy o'z to'lovini to'lab qo'yibmiz. Xudo xolasa keladi, uni ham obzorlarni qilib ko'rsatib beramiz. Hozir endi quyosh paneliga kelayotgan bo'lsak, quyosh panel o'zi hamma qo'ygani ma'qul bu narsani. Hammaga kerak. Misol uchun davlatimiz tomonidan 20% subsidiya berib turgan sababi shu. Haqiqatan yaxshi narsa. Misol uchun Xitoyda asosan bu mahsulotlar hammasi Xitoydan yetib keladi. Hozir Xitoyda o'zida ham talab kuchli bo'lib turibdi quyosh paneliga. Xitoyda o'zlari ham sud ustidan ham, tog'ga ham hamma yerga qo'yib yotibdilar. Shuning uchun hozir Xitoyda o'zida ham narxlar ko'tarilgan, lekin bizda hamisha birinchi qo'l bo'lganimiz uchun optim narxda, arzon narxda, sifatli narxda yetkazib beramiz. Misol uchun yana eng yaxshi inventorlar. Misol uchun quyosh panelida o'zi eng asosiy ikki narsa bor. Inventor bor, quyosh panel bor. Inventor birinchi navbatda panel kuchli bo'lishi kerak. Eng yaxshi panellar bor. Jinko paneli bor. Jahon brendi Longji bor. O'sha ikki panel o'zi eng zo'r panel. Misol uchun telefonlar miqyosini oladigan bo'lsak, Samsung bilan iPhone deydi. Eng yaxshisi. Misol uchun undan keyingi o'rinlarda turadigan yaxshi panellar bor. Jasolar bor, Astra Solar, Era Solar. Panellar ko'p. Panelning 300 ga yaqin firmasi bor. Lekin asosiy kim qo'ydiradigan bo'lsa, mijozlarga shu taklifimiz, anamiz Jinko qo'ydiring, Longji qo'ydiring. Eng. Sizda bormi shu narsadan? U narsa bizda Jinko ham, Longji ham, shtukno ham bor. O'zimiz ustanobga yetib beramiz. Optim olaman deyotgan mijozlar uchun ham, optim ustanobchilar uchun ham yetkazib berib turibmiz. Yana bemalol yetkazib beramiz. Narxlarni chegirma narxlarda, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Bu yerda Xitoyda o'zimiz olib kelgandan keyin birlamchi kod bizda hech qanday muammosi yo'q. Hozir Qashqadaryodan birov ko'rdi misoli bizlar, ya Surxondaryodan, Jizzaxdan birov ko'rdi. Men aljagadim sizlar tarafda arzon ekan. To'g'ri. Misoli Xorazmda arzon ekan bizani bu yerda ham. Desa, ikkala qurib berib bilasizmi siz? Bizda hech qanday muammosi yo'q. Bizda 5 sostav ustamız bor. 2 ta sostavimiz o'zi shunga ixtisoslashgan. O'zanda yuk mashinalari ham bor. Misol uchun o'zi hozir bizda Xivada ustanobga qilib turibdi ustamiz, Lutfulla aka degan ustamiz bor. Shuni bo'g'anlandan keyin hozir Qashqadaryoda Kasbida 2 dona obyekti bor. Keyin Yakkabog'da bir obyekti bor. Bollar ham qurib berasizlar. Surxondaryoda, Sarosiyada bor. Keyin anunda bor. Bulung'urda bor, Samarqandda. Samarqand Bulung'ur. Hozir 5 obyekti bor. Hozir yana 1,5 gaplashib turibmiz, dagonlashib, ular ham bo'ladigan bo'lsa bir 6-7 obyekti bir borib keladi. Keyin bu yerda Buxoroda bor obyektlarimiz. O ikkinchi ustamiz ketadi. Ramitonda bor. Keyin anunda bor. Buxoro, anunda. G'ijduvonda, Keyin bu yog'i Navoiyda bor. Shunda Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo hammadan qo'yib bertirsinlar. Nafaqat yonimda, misol uchun bu yoqda. Vodiyda, Farg'ona, Andijonga, Marhamat tumanidan qo'yib kelindi. Shunda shonlarda bor u narsa, lekin shu yerda arzon tushib turibdi. Haqiqatan bizda arzon. Ham sifatli birinchi qo'l bo'lganimiz uchun, misol uchun mahsulot o'zimizda bo'lgandan keyin ham subsidiyasini ham dokumentlarni qilib berganimiz uchun aholiga ancha arzon tushadi. Misol uchun respublika bo'yicha, narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham любой bir tashkilot bilan bemalol raqobatlashishga olamiz yetadi. Bu yerda Xitoyda o'zimiz olib kelib turamiz. Молодец. Hamma bilan raqobat qilib bilamiz. Eng sifatli narsalar qo'yiladigan avtomatlar ham Beni firmasini avtomatlarni ishlatamiz. Uzib, perdaxanatilla, kabellar ham 1.6lik. Bizda faqat 1.6 qo'yamiz. Bu 1.4 versiyalar ham bor buni. Mis kabel bu, yonmaydi. Quyosh paneli uchun shundan qo'yish kerak asosiy. Bu 1.6ligi, eng qalini bu. Misol uchun faqat shundan qo'yamiz biz 1.6. 1.4 qo'yiladigan yerlar ham bordan, lekin biz qo'ymaymiz. 1.6 yo'danda standart bo'yicha bo'lsa, ertang bizlar ham arkaym bo'lamiz, uyda ham arkaym bo'ladi. To'sh kabellar yaxshisidan qo'yiladi, kripleniyalar, inventorlar ham Solax deya faqat shu ikki inventordan qo'yamiz ko'pincha. Endi misol uchun klient aytishi mumkin, boshqa inventorni ma'qul ko'rgan bo'lishi mumkin. Aytgan inventordan qo'yib beramiz. Lekin asosan biz o'zimiz Solax deya inventorlarni ma'qul ko'ramiz. Qancha xafa bo'lmasinda men quyosh paneli qurdirgan edim. Bir 2 yilmi ishlatdan kuyib qoldi menga. So'ng
Şu solak komponent teklif etdiler bana. Çünkü en geldi, en zoru da şunu ettiler, Yaxşı. şunu koydum. Arka aparat bir nese de aldı, küyüp kaldı korоче. Doğru. Repek yok kaldı. Endi aytdik-ku, eng sifati yaxshi inventorlar bular. Şunu Zavod aytaman, garantiyasi ham solakdan. bor, anusan bor. Misol uchun Dia inventorida o'zimizda servis sentrimiz ham bor, hech qanday muammosi yo'q. Solaxdan Xorazmda Rahmatjon aka dillillari, hech qanday servisinde hech qanday muammo yo'q. Shuning uchun aytchagim, eng yaxshi narsa, misol uchun panelda Jinko bilan Longji olayotgan bo'lsa, eng yaxshisi inventorlarda Solax bilan Dia eng yaxshisi. Hozir shuni hozir siz pullarni aytib bilasizmi yoki Yo'q, nega aytaman. subsidiyaga qarab chiqqan pullar? Unda subsidiyaga qarab o'zgaradi. Arzonli. Lekin narxlarni aytib beramiz. Misol uchun o'rtacha hozir bizada 10 kilovat, misol necha kilovatdan boshlaysiz puli? misol uchun 10 kilovatdan boshlaydi. 10 kilovatdan boshlaydi. 10 kilovat o'rtacha bizada 28 milliondan 34 milliongacha bor. Aha. U panelga qarabmi? U invertorga qarab, Invertorlarga qarab. panelga qarab, keyin qo'yiladigan joyini sharoitiga qarab. Misol uchun deganda sharoit deganda nima tushunamiz? Misol uchun qo'yiladigan joy bilan inventor orasida raziyasiya ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun, Uzoq bo'lishi mumkin. ava inventorda nima qo'yajak? Malxonani tomini qo'yajak bu yoqqa. Ava. Uçurchiga uyni buyog'ida kabel tortib berish kerak, Uzoqroq. boshqa yoki temirini boshqacha materialdan qo'ydirishi mumkin. Yaxshi, Yoki naves qilib qo'ydirishi mumkin. Ha, o. Misol uchun ertaga tushundim. stenka qilib qo'yaman, mashina tiyinda qo'yib qo'yaman Katta desa naves naves qilaman. qo'yish mumkin. Shuning uchun o'zgaruvchi anulari Pul bo'ladi. o'zgaradi. Lekin misol uchun men hammaga mijozga aytaman, hamma yerda ko'rsinlar, hisoblatib kelib, bera kelsinlar, men liboy yerdan arzon qilib bera olaman. Qo'limizdan keladi. Endi men tushunishim bo'yicha qaranglar, obunachilar, nima deyeceklar? Pulini qarab o'zgaradi. Misol siz объяснениеda shifringizda ustingizga qidiradigan bo'lsangiz, shuni haqda dedilar. Agar mabodo naves qilib, boshqa qilib katta bir mashina qo'yaman, ayvoncha qilib ne qilaman desangiz, Plus minus bo'lishi mumkin. Puli qo'shilishi mumkin. Nima uchun? Chunki profil bor, bu yerda material bor, shunga ketadigan sizni ayvoncha qilib beradilar. O'ralari bor, mustahkam bo'lishi kerak. Ama tushunishim shu, to'g'rimi? Ha, standarti bo'yicha ishlanadi, hech qanday muammosi Shunga yo'q. qarab o'zgarishi mumkin. Lekin объясни Misol uchun Qurduramanız 28 milyon 10 kilovat. ha, 10 kilovatlarni qurduraman desangiz, quyosh paneli yaxshisidan 28 milyon bo'lsa, bu degani o'zi hech emas. misol uchun o'rtacha 30 million deb olavering quyosh paneli. O'rtacha 30 deb taxminan. Bu narsa yilana sizga 16-18 million doxod olib keladi. Bir yildan. Bir yildan. Bu degani 2 yilga yetmay pulingizni qoplab beradi. Endi undan keyingi pul o'zinki. ko'pchilik misol uchun kimdir mol boqadi, kimdir shole egadi, kimdir yana bir bizneslar qiladi. Misol uchun aytchagim, bunda eng zo'r yeri, misol uchun yilana 50% dan ziyod doxod keltirib turibdi, 50-60%. Misol uchun yana 30 millionga quyosh paneli qo'ydingiz. Yilana 16 million doxod olib keldi. Misol uchun 30 millionga shola egishingiz mumkin. 30 million shola eksangiz, o'tgan yil bo'lmadi, endi fermerlar ham aytmayli, sal o'xshamadi, yo'q, hosil zo'r bo'ldi. Lekin baho ko'tarilmadi. Shu 30 milliondan hozir fermer yana 30 million qaytarib olajak bo'lib turibdi. Shuncha etgan minnati bilan. Agar shu 30 milliondan quyosh paneli qo'yganda, birinchidan hech qanday minnat qilmaydi edi, to'g'ri plastikina tushib turadi. Ikkinchidan hech qanday bir riski yo'q. Xudoyim shu quyoshda berib tursa, pul tushib turaveradi. Hech qanday muammosi yo'q. O'zi qilgan mehnatini sholaga dikmay, boshqa mehnat qiladigan bo'lsa, bu yerdan pul keltiradi, bu yerdan pul To'g'ri, keltiradi. o'zi boshqa ish qilaversin. Misol uchun quyosh paneli o'zi pul ishlab turaveradi. Ham misol uchun bunda 10 yilgacha inventordan 10 yil garantiya berilgan. Panelda o'zini 30 yil garantiya berilgan. O aytchagim, zavod ham kurdan ko'rib bermagan bu narsaning garantiyasini. Shu garantiyasi bo'lgani uchun, misol uchun shu narsa 30 yil turadi degan uchun qilib berdi. Misol uchun 2 yilda o'zini oqlasak, qag'ab yog'ida 28 yil shundaylar bir odamni ish haqqisini 1,5-2 million aynab tashab turadi. Bu degan zo'r gap. Misol uchun bu chorva boqqaga bosh ketganda yaxshilar, chorvada misol uchun bilsangiz kasallanari bor, boshqasi bor. Bir odam izinda yurish kerak buni, ya'ni yem anusuna qarab. Dim yemi chidatmaydi o'tdi hozir. Farqlar bilan eshitdim, gurunlashib dim bo'lmayotir mol bor. Misol uchun uyingda kimdir omonatga qo'yadi. Omonatga qo'ygan bilan misol uchun 30 million omonatga qo'ysangiz, g'deta 6 million doxod keladi sizga. 20% berishi mumkin ko'p berganda doxod. Amunda 16 million bo'ladi. Tem bo'li, bu havola. Keyin bir gap eshitdim. Shu quyosh paneli misoli uyingizni ustuna yoki bir eshikingizdan naves qilib qurdirsang, shu yerdan nalog to'lamaysan degan gap bor. Shuni Women'dan agar 5 kilovatdan o'zi yuqori necha kilovat qo'ysangiz ham 5 kilovat misol uchun o'rtacha eng kichkinasi o'zi 5 kilovat hoziranda 5 kilovatdan ziyod qo'yatgan bo'lsangiz 3 yil davomida yer solig'idan bir minimal, mulk solig'idan bir minimal. O degani, g'deta hozirgi shkala bo'yicha 800 ming so'mdan sal ziyodroq har oy yilida nalogdan yutasiz.
yer sağlığı, mülk sağlığı arkasından bir minimal azalttılar. Bir şu misali kurgu yo'q, men bunda tushunmadim. Qarang, shu novesa etdim ayvonchama ochiq turibdi, uyimdan tashqari. Sho'ra deydi, shunga nalog to'lamaysan deydi shunga. U boshqa narsa xato eshitdim. Misol uchun oddiy abishli uyda siz 1 million so'm nalog to'laysiz misol uchun o'rtacha. Hozir 800 ming so'm imtiyoz qo'llasa 200 ming so'm to'laysiz-da. Ya shunday. Ha, shunda quyosh paneli mana ko'rdingizmi? Hem nalogdan o'tasiz. Hem quyosh panelidan foydalanasiz. To'g'ingiz mut oladi. Hem quyosh panelidan foydalanasiz. Effekti ko'p, haqiqatan zo'r narsa. Misol uchun biz o'zimizdan bu sohaga kirishda oldin hisob kitobini boshqasini chiqarganmiz. Aholi uchun haqiqatan zo'r narsa. Hammaga maslahat beraman. O'zingiz ham aytdingiz-ku, bu sohada 30 odam yo'q. Ha, to'g'ri. Misol uchun bemalol qo'yib bosib boraverish kerak. Misol uchun uyda qo'ygandan uyda pulni qo'ymang. Uyda qo'ygan bilan bolalanmaydi u. Yo'q, bolalanmaydi. Ya, bir kandash kelib olib ketadi u pulni, qarzga berdi-da, unda izinda yugurib yurasiz. İçinga o'shib beraverasiz. Ya, xatirlar, bu narsalarni olib yo'qlavaranlar uni. Men videomu Serdar elektrik ko'radi. Ko'rmasam tashlab berasizlar shogirdlar ko'rsa. Ben tuni uyga to'q tortdim, boshqa etdim, hozir pul soladi. Pul solmayman axir, chunki quyosh panelim bor-da, men pul solmayman-da. Hamma rasxodim shundan chiqadi. To'qim ham tuni avtomat ajratib ketdi. 15 kun bo'ldi. Tuni pul soldim 150 ming so'm. Maydaman nechun men bo'lib turibdi. Bugun kirib qarasam to'q ajratib ketdi quyosh panelingda. Ha, siz aytib turdim-ku. Ko'rdingizmi? Pul solmayman axir men. Quyosh panel ber tutdim ha. Hech turibdi uyima. To'q ajratib ketdi-da, elektrik ishlari bo'ladi. Tushunmab netda o'shidi. Bir avtomat ajratib ketdi. Pul solmay dedim, qarasam pul solib turibman. Bugun girsam avtomat ajratib qolibdi. Ashuni. Unarsga pul solmaysan ondan sonra. Aytadi-ku, pichoqni boshda o'zing urib ko'r, og'rimasa endi tezam deydi-ku. Misol uchun men o'zim ham shu soha ichida yuribman, 3 yildan beri o'zimni 3 uyim ham ko'pman quyosh paneli. Yana misol uchun oddiy ko'rsataman sizga. Bugun 15-may-ku, yana 14-hissagacha 1479 kilovat to'q ishlagan yana. Bir obyekt. Zoom tortib bering. Yo'q. Bu hozir narsani chiqarib bering bizlarga. Bir oyligini mana cheklavatlik. Oylig'imi? Oylig'i misol uchun shundan chiqarsangiz ham bo'ladi. O'rtacha 3 million so'm atrofida chiqadi bu. Endi qarang, bu bir obyektim. Bu ko'rsataman sizga. Cheklavat chalish kerak. Menda 3 dona bor yana. Bu Saidjon Saidnazar akamatindagi. Yani Saidjon Malohat akamatida. Yani quyosh panel. Yana bu 1425. Bu arg'indan sal kamroq ishlab turibdi. Odamda bu yerda tok kuchlanishi yuqorida, kuchlanishgadan bog'liq. Keyin uchinchisi, bu kichkina apkamatida Saidjon Sabaqa. O'zim kundalik o'zim ham teshkilab o'tiraman qaysini. Buniki sal kamroq anisi. Oylik ko'rsatib turibmiz. Bu kunlik anisi. Bu oydagi may oyida. Shunda uringaniz bir oy shuna kalkulyator urib beraman. Bir oydan necha so'm pul bo'ladi, misol. O'rtacha yilini oyina, misol uchun 20 kilovatli ko'pmi? 20 kilovatli 3 million ishlatib turibdi oyina. 3 million so'm oyina ishlaydi. Endi o'rtacha misol uchun bir 10 oyda hisoblasangiz bir 30 millionlar yilini dohod tashiydi-da. 10 oyga 30 million. Endi misol uchun qishina kamroq tashiydi-da. O'zi bizda Xorazmga bo'ladi. Xorazm sharoitida 10 kilovatli 16-18 aralıq ishlaydi. 20 kilovatimiz 32-36 aralıq ishlaydi. 30 deb hisoblayverik. 30 millionda taxminan kam 30 million bo'lganda bir yilina 30 million. Zo'r gap. Keyin nima diyecek edim? Bu narsa diyecek edim. Esimdan chiqdi. İş qilib zarari yo'q bu ishning. Foyda kelsa ikkaladi, zarari yo'q. Haqiqatdan ham dakkallar sizlar bir narsada o'tib ketchek edim. Shudan quyosh panel ag'anlar, Beksatog'dan ag'andirsiz, boshqa yerda ag'andirsiz. Foydasi zarari haqida yozsangiz zo'r bo'ladi. Bu zararni men bugungacha eshitmadim. Hech qanday yonisi. Zararni men chunki ko'rmadim. Qudurgan odam men zarar ko'rdim degani eshitmadim bugungacha. To'g'ri. Foydalanib o'tibdilar. Kommentariyada yozinglarki, shu videoni ko'rib qurdiraman yoki puli bor yoqidan uyingda qo'yib birganlar bo'lsa, shu videoni ko'rib balki qurdirib beradi. Bu foyda haqiqatdan subsidiya berib foydalanib qolish kerak. Misol uchun biz hozir mijozlarga shunday bir taklif berib qo'yibmiz biza. Hozirga videodan beramiz shu narsani. Hurmatli mijozlar, sizlarga ham shunday bir taklifimiz bor. Biza subsidiyani, hujjatlarni shunday besplatli qilib beramiz dedik-ku. Hech qanday muammosi yo'q, kesillar hujjatlarni qilib beramiz. Biz klientlarga yana bir taklif berib turibmiz. Misol uchun bu sohada hech qanday bir risk yo'qligini, foydasi zo'r ekanligini isbotlash uchun bunday taklif berib turibmiz. Mijozlar bizdan 5 kilovat olamiz, 10 kilovat olamiz, 20 kilovat olamiz. 6 oygacha sinab ko'rsin effektini. 6 oy. 6 oyda ichida agar effekti ko'ngildagidek bo'lmasa, biza olgan pulimizga, sotgan pulimizga qaytarib olamiz shu panelni. 6 oymi? Ha. İyi. Hech qanday anonsi yo'q. Aytchagim bu narsada
Men hakikaten klientga yağışını, hakikaten sifatini, bilishini bilib turib, shuning uchun garantiya berib turibman. 6 oy ichida yoqmasa, bemalol menga murojaat etsa qaytarib olaman shu narsani. Keyin ya aytacak narsam kellama geldi keyin. Qarang. Bu narsada hech kim utizmaydi-da. Bu garantiyali narsa. Xudo xolasa. Sizdan az yine 10 kilovat, misol 5 kilovat olaman desa chizim bo'ladi. 5 kilovat o'rtacha 17-20 million atrofida chiqib boradi. Ay 10 kilovat olaverik. 10 kilovat ma'qul o'sha katta, uyingiz nechik bo'lsam siz bepul ishlaysiz, to'g'rimi? 5 kilovatda ma yes tutdi. 10 kilovat aldingiz, 28 million bo'ldi deylik. Taxminan subsidiya bilan. Keyin aldı sizden. Misali 28 milyon yok, 10 milyonu var. Bu değil. Bize de bu değil. Pul yetmedi bize misali. naqd kredit prensipiyasında işleyimiz. Eğer mijozimiz misol uchun naqd pul yeterli bo'lmasa, birinchi navbatda misol uchun mahalladagi imtiyozli kreditlar bor. Shulardan taklif etib ko'ramiz. Nega bularning foizi past. Kam foizli. Misol uchun bizda bog'ot territoriyasida 12%. İmtiyozga tushgan, boshqa hududlarda 17,5%. 5 yilga beradi. Agar misol uchun shuni 5 yilga kredit etib olib qo'yganda ham 3 yilda o'zining kreditini olib Size hech qanday bir şey etdingmi? Kredit bilan yana o'zini ishlagani bir-birini yeb boraveradi. Şu aytacağım qarang, bu o'zi 28 milyon alsan, 30 milyon yilini ishlasa-da bu. Shunda siz 1 yilga qoplab tashlaysiz. Yo'q, bu 30 milyon ishlatgani 20 kilovat. Ha, 20 kilovat. Shunda 15-16 milyon. 16 ishlaydi bu. 16 ishlagandan yarım pulni qoplaydi. Agar kredit bo'lsa, 3 yil olganingizda siz neden bo'ladi qapshida? Ava, yo'q bunday naqd agar naqd olsangiz 2 yilda qoplaydi. Kredit etib olsangiz foizi bor-ku kreditni. Foizi bor. 3 yilda ilasiz. 3 yilda ilasiz. Lekin bu bunday 3 yilda o'zini ishlagan puli bilan o'zini qoplaydi. Sizdan bir so'm so'ramaydi. 3 yil ichida o'zini kreditini yopadi. Hem sizni tok bilan ta'minlaydi. Ava, hem tok bilan ta'minlaydi. Undan keyin 3-yildan keyin u yog'ina 27 yil pul tashab turadi. Shuncha aytibmiz mijozlarga, oling, bu hech qanday utsatga yeri yo'q. Ko'ringlar, bir sinab ko'ringlar, og'allardan maslahat so'ranglar. Og'allardan maslahat. Kelinglar, misol uchun uyda qulayotgan pul bor. Mablag'ni nerga ishlatganini bilmay qo'yganlar bor. Qilinglar narsani. Benim o'zim ham aytib turibman, sizga gapingiz bo'ldim. Satilish uchun aytib turganim yo'q bu gaplarda. Uyimga qurib ko'rmdagi bor narsani aytaman. Rahmat, gap yo'q. Bu narsani endi qurib berganlar ham boshqa ham. Bizlar ham boshda qiziqmadik. Yani qurgandagi bilib o'tiribmiz-da shu narsani, haqiqatdan. Ava babi bilgan ilmni ulashgan yaxshi. Misol uchun haqiqatdan bu narsa challik ko'p bo'lsa davlatga ham yaxshi, hammaga yaxshi. Birov misol uchun bunda davlat sotib oluvchi-ku 1000 so'mdan sotib oladi. Odamning challik ko'paysa ham endi 900 dan sotib olaman, 800 dan sotib olaman degan gapi yo'q bunda. Shu tegis 1000 dan sotib oladi. Hozir bir xil mishmishlar chiqib turibdi, 250 dan sotib oladi. Bu narsa yo'q gap. Действительно, hali u hech qanday, qonun, emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, jismoniy shaxslarga o'zi shartnoma qilganda 10 yilga shartnoma qiladi 1000 so'm. 1000 so'm 10 yilga. Bugun tuzsangiz, misol uchun 2026-yil 15-mayda tuzilsa, 2036-yil 15-maygacha sizdan 1000 so'mdan sotib oladi. 1000 so'mdan olib tasadi. Hozir olsam 10 yil. Tuzgan kuningizdan 10 yil. Shuning uchun hech kim unga xavotir olib bunday o'tirmak kerakmidi? O'rtoqlar, her bir işte risk var. Her bir sahada. Bunda minimum umma riski yok. Devlet tarafından 20% subsidiyasını hem berip tuttu. Hemen mahsulatı berip tuttu. Ekstresi satıp alaman deyip tuttu. Onun artık neşesin devlet. Neşesin öyle. 20%'ını berip durgan bolsa, işlep çıkargan tok satıp alaman deyip durgan bolsa, koy deyip tuttu. Onun artık neşesin devlet. Hemmege körsüp tuttu. Koy dedi, alaman dedi. Mesela için birer apart sataman degen teşvişi yok. Mesela için malda asanız bakkanlarga satış gerek. Bazar baş gerek ya. Bombası var, başkası yok. Akımında ay her 25'inde plastiğinize karşı düşüyordu. Hiç kendi muamması yok. Mesela için devlet satıp almayı koysan hiç etmem dedi. Ahır özü satıp durganız 1000 so'mdan satıp dursun kilovatını to'g'ri. Özü azı yine köterleşip oldu birinci iyun'da da. Yine 10% köterdi. Veya özü bir yıl yarım yılga özü ahalın alıp durgan to'g'an 1000'ga boradi özü bu var işte. Barada, ucu yine kımmat dedi. Ava, o hiç kendi 30 milyon nersede. Buna bebe kurladılar. Çünkü bebe kurladılar. Çok kımmatlap batar da arkasına. Lekin bir joy bor. Aholiga aytchagim, tezroq qistonmasalar, misol uchun bizda transformator degan narsa bor. Tok, anosida ulanishida transformator narsasi bor. O'rtacha misol uchun uyingiz yonida bo'lishi mumkin 150 lik transformator. 150 lik transformatorga 120 kilovatgacha quyosh paneli ulashga ruxsat beradi. Bu ne degani? Misol uchun, bir qo'ng'ishingiz qo'ydi 30 kilovat. Bir qo'ng'ishingiz qo'ydi 50 kilovat, 80 bo'ldimi? Sizga maksimalni 40 kilovatga ruxsat beradi.
Agar shu yerda siz misol uchun qo'yacaksınız, endi niyat etdingiz, misol uchun siz o'ylab o'tirsiz, kuzakka olib borib qo'yaman deb tursiz. Lekin bilmaysiz, kuzakka uchun bu yer transformator to'latgan bo'lsa, elektrosvet siz bilan shartnoma qilmaydi. Nima uchun deganda bu transformator u kuchlanishdan ziyodini ko'tarilmaydi. Sizda 2 dona yo'l qoladi. Ya o'zingiz transformator sotib olib qo'yasiz, ya quyosh panel qo'yolmaysiz. Ana shunday muammo bor. Qona qo'shni atrofdagi shu shita bilanganlar tezroq qo'yib olmasa qolib ketadi deysiz. Shuning uchun maksimalni tezroq yoki qo'ydirish niyatingiz bo'lmasa-ham, hali keyinroq qo'ydiraman deyotgan bo'lsangiz ham, maslahatim elektrosvetga boringdan texnik shart degan narsa bor. Ana shuni olib qo'ying. Yo'g'ada endi ana shu olingandan keyin sizga quyosh panel qo'yajak deb o'zi registratsiya etadi u. Ya'ni transformatorda qismni sizga biriktirib qo'yadi. Keyinchalik ulayverasiz, hech qanday muammosi yo'q. Aytchagim shu yerda bron qilib qo'ying, shu limitni bron qilgan deydi. Aytchagim keyinchalik anchayin foydasi bor. Hozir hamma ko'rib turibdi, effektini bilib turibdi. Bu narsa 2-3 yil ichida anchayin ommalashdi. Oldinlari ko'pchilikka tushuntirilmay yuradik bu narsani. Hozir endi Xudoga shukr o'zi klientlarimiz ham yetarli, aholi o'zi ham tushunib bordi. Soat darajasi ham yaxshi, quyosh paneli nima ekanligini ham biladi. Oldinlari firmalar bilan farqi ham bormi dedi fuqarolar. Hozir inventorni ham biladi, quyosh panelidan biladi, hamma narsasini biladi. Misol uchun bizlarda Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro taraflar elektr energiya bo'yicha yaxshi soat qoldi. So'ch hozir Qashqadaryo, Surxondaryo tarafga qo'yamiz. Panellarni, inventorlarni bilan farqini bormaydilar. Lekin bizda o'zi hamma narsasini как положено aholi tushunib yetgan. Shuni hisoblanadi. Ham bizda yetkazib beruvchilar ham anchayin ko'p Xorazm, Qoraqalpoq territoriyasida. Shuning uchun konkurensiya yuqori, narx past. So'ng uchun Buxoro, Qashqadaryo u taraflardan narxlar qimmat. Aytchagim bu yerda nechalar maksimal ko'p qo'ysa, shunchalik effekti bor. Oldinlari aytaradilar shu besh to'g'ri aytasiz, ya'ni toza kirib kelgan vaqtlarda odamlarga tushuntirish, reklama qilardik, boshqa qilardik. Birlar bormaydi bu, buzilib qoladi ekan, yonib ketadi ekan, kuyib qoladi. Odamlar necha yil o'ldi ishlatib o'tiribdilar shu vazda. O'zimizga 4-5 yil bo'lib qoldi. Hech narsa aytmaysan-da. Bizda tozayim bo'lgan bilan Xitoydagi bir narsalar 20-30 yillar oldindan qilib yuribdilar bu narsani. Misol uchun zo'r narsa bo'lgani uchun, ana bo'lgani uchun davlat tomonidan shuncha subsidiya berib, shuning uchun ta'minlab turibdi. Bo'lmasa davlat ham ana emas. Aytchagim zo'r narsa. Qilish kerak. Misol uchun ko'p yerlarimiz bor, ochiq yotgan yerlarimiz bor. Shifrni ustida, ya'ni kerak bitgan shifrni ustida turadi bu. Shuna hech yeringizda bir mishat tegmaydi, boshqa ketmaydi. Yoki qo'ydirishingiz mumkin, eshik oldidan naviset qo'ydirishingiz mumkin. Mashinangiz soyada turadi. Ham pul ishi, yoqdan ham pul ishlab turasiz, ham mashinangiz navisetinda turadi. Bir chiroyli bo'lib turadi. Aytchagim hamma tomonda effekti bor. Hozir shunda 30 kilovatlik qana 28 10 kilovatlik 28 million bo'lsa bir rasmiy noise bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hozir misol uchun panelni o'zi o'lchami 120 ga 2,5 bo'ladi. Bu bir dona, shundan hozir 620-625 lik paneldan 16 dona qo'yiladi. Endi o'zingiz o'ylayvering, 16 dona 16 metr ketadi. Bu yog'i 2,5 metr. Keyin diyecekimda, shifr ataman desangiz, nima ham pul ketadi diyecekman-da, shu noise qilaman desangiz. Qancha million pul ketadi? To'g'ri, birinchidan agar temirdan qiladigan bo'lsangiz, issini o'tiradi u. Bu issini o'tirmaydi, nima deganda o'zi energiya olib qoladi-ku bu. Yutadi. Pastindagi energiya unchalik issiq bo'lmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi misol uchun ikkisini orasi o'zi ozgina ochiq qoladi. Ikki panelning o'rtasida. Mez ochiq qoladi. Rezinkasi bor o'zi. U rezinkasidan ham qo'yib beramiz, shifr hisobidan foydalanadi. Pastga yomg'ir tushmaydi umuman. Effekti ko'p. Aytchagim bor vaqtida, energiyani vaqtida sotib olib turgan vaqtida davlat bemalol qo'yish kerak. Foydalanish kerak. Har bir biznesdan maqsad foyda qilish. Bundadan 50% shundalar davlat aytib turibdi. Dohod etasan, hammasi hisob kitob etib berib qo'yibdi. Endi bu yog'i bir bo'ldi qo'ydirjakman deb bir kellani chayqasangiz bo'ldi. Qo'yiladi, hech qanday muammosi yo'q buni. Bir istek kerak bo'lib turibdi. O'zi foydasi tushib ketgandan keyin foydasi tushib turibmi plastikka, o'zi motivatsiya bo'ladi. Hozir ham shu yerda qo'yib turibmiz, misol uchun 10 kilovat puli bor. Biz ko'pchilik klientga aytamiz-da, 10 emas, inventorni 20 lik qo'yib beradi. Sizga greta bir 2-3 million so'm qimmat oladi, lekin inventorni 20 lik qo'yadi. Kattasidan. Havo, keyinchalik quruq panel qo'yib ko'rasiz. Ulab ketadi. Havo, inventorni sotib olib o'tirmaysiz keyin. Bo'lmasa yana xarajat etishina to'g'ri keladi. Havo, ham misol uchun 10 lik, o'rniga 20 lik qo'yatgan bo'lsa, har 10 ligi qolib ketadi. Shu yeri bor. Misol uchun u quruq zarar-ku, nima kerak? Undan shu 20 lik bir inventor qo'ysin, hozir bizda asosiy xato 20 inventor ketib turibdi. Nima deganda, o'sha fuqarolar bilib turibdi uni. Hozir yana ko'paytiraman. Imkoniyat az gelişmeydi. İşte 10 panel 10 koyadi, inverter 20 lik koyadi. Keyinchalik davom ketib panel ko'p ko'radi. Arzon ham tushadi.
Prezident ham shuning uchun ta'kidlab yotdi-ku. Mahallalarda hamma yerda prezident hattoki. Quyosh panelida kursullar foydalansin, ishsiz qolmasin, pul keladi, hamma ta'kidlab. Shu mahallalar ham, mahalla raislar ham rahmat alam. Qayta aytadi. Kurdiring, gruppalardan so'raydi. Bizdagilarda ham shuning. Quyosh panel kurdiring, subsidiya bilan ber turibmiz. Foydasi bor ertang. Devlet tarafından subsidiya ber tuttu. Yani şu prezident yaratib qo'ydi shuni falon foizini. 28 ga tushib qolmiş. 20% beradi deysizmi hozir? 20% subsidiyasi. 20% subsidiyasi bor. Nechalar kuracaqsiz? Basing. Ana imkoniyat ber tuttu. Hozir mahallalarga ham aytgazdin 300 kilovatdan davlat tarafidan o'zi yetlanib berildi. Har bir mahallaga 300 kilovatdan qo'yilyapti. Bu loyihalari bor. To'lovlar kelsa, xudo xolasa ulardan ustanovkasini boshlaymiz. Undan og'ir emas. Keyin masalan har bir hududda ijtimoiy reyestrga kirgan fuqarolarga o'rnatilib berib turibdi. Masalan, bizda o'zimiz Bog'ot territoriyasida ham o'tgan oyda 9 ta xo'jalikqa o'rnatib berildi. 5 kilovatdan aniqlab qo'yib berildi. Shu davlat tarafidan qoplab berildi. Hammasi 100%. İjtimoiy reyestrga kirganlarga unday logotasi bor. U bo'yicha hokimiyatga murojaat etsalar, ular ham shunday besplatni qo'yib berilish imkoniyati bor. Uni ham o'zlarini masalan qaysi tumanda istiqomat qilsalar, shu hokimiyatini uchrashib ko'rsalar, bemalol unday qiladigan bo'lsa, o'rtalardan ham yordam berishimiz mumkin. Aytchagim, bu yerga kelsalar, maksimalni o'zimizda bor bilimni beramiz, o'zimizda bor imkoniyatni aytamiz, qaysi hujjat ishlash kerak aytamiz. Eng asosiysi, subsidiya uchun dokument topshirajak odamlar ko'p narsa kerakmidi? Uyda kadastri kerak, tashqi taraf rasmi kerak, keyin parol kulish kerak. Boshqa hech narsa kerakmidi? Bo'ldi. Arizasini yuboramiz. Hafta ichida o'sha hujjatlar tayyor bo'ladi. Hech qanday subsidiya keladi. Hech qanday bir ortiqcha daxmaza, boshqa hech narsa yo'q. Bir shu 3 ta narsani olib keladi, rasm, uyda chiqsangizlar, qars 4 ta rasm, kulichingiz kadastr bo'ldi. Boshqa hech narsa kerakmaydi. Kerakli masala ham shunda olaverasizlar. Ne kerak sizga? Qaysi qiziq, qaysini haqiqatdan? Mana bunday kerak, mana bunday kerak. Nechikda ishlaydi, tushunmasangiz programmalari bor, to'g'rimi? To'g'ri. Quyosh paneli o'rnatganingizdagi har bir narsani o'zingiz ko'rib o'tirasiz. Nechasini rasxod, nechalla quyoshdan nechalla energiya oldi. Hozir hakrasini sezoni quyosh, kuning uzun vaqti, jadadab tushib turibdi quyosh issida. Jadadab pul ishlaydigan vaqt haqiqatdan. Azangi 5 ta chiqib turibdi, 8 gacha turibdi quyosh. Shunday. Bundan artık ne bizde ülkemiz hakikaten ser quyosh ülke deydi-ku. Ser quyoshi. Hakikaten energiyanın sonunda küllerimiz açık yine. Açık ısı, bulut yok, ana yok, enerjiya maksimalni olish imkoniyatimiz bor. Misol uchun qaysidir hududda nimadir moslashadi. Misol uchun Rossiya hududlar o'rmoni ko'p. Anasında qaysidir iqlim yana bir narsaga ixtiloslashgan. Bizda quyosh anus energiyasi yaxshi. Shunday. Misol uchun hamma yerdan bu bunday bizakindi effekt berish olish qiyin. Misol uchun Rossiyada bizakinchakka bunday 10 kilovat qo'yganda 16 million dohot ololmaydi. Nima deganda quyosh nuri yetarli emas ularda. Misol uchun effekt bunchalik yuqori emas. Bizda ham misol uchun Xorazm territoriyasidan Surxondaryoda effekt yaxshiroq. Misol uchun bizda eng ko'p energiya olish imkoniyati Surxondaryoda. Surxondaryodanmi bizda? Koeffitsiyent yuqori o'rda. Nima deganda 1 kvadrat metrga quyosh energiyasi tushish koeffitsiyenti bor, o'zi o'lchanadiganisi bor uni kategoriyalari. Shu bo'yicha respublika bo'yicha Surxondaryo eng yuqori o'rinda turadi. Effekt eng yuqori Surxondaryoda. Keyin Qashqadaryo, Buxoro keyingi o'rinda turadi. Lekin energiya bo'yicha Qashqadaryo bilan Surxondaryo orqada bo'ladi. Hali ularda dumon bizakinchalik ketib katta ob'yomda qo'yilmadi. Eng anonda subsidiya uchun kurash anonda jadal kirib turganlar bizda Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq. Respublikaning g'arbiy tomoni asosan. Ma'lumot uchun bizdan qolib ketgan guruh, suhbatlar, o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, tushunmayotganingiz bo'lsa, xohlang kommentariyada sizlarga jo'jarat ketaman men. Bemalol qo'rqmang, tekin yozavanglar. Like ham tekin, pul emas. Like bir dana bosib qo'ysangiz ham pul so'ramaydi. Tekin. Telefon nomeri qoldiraman. Yesicho 500 takanga oid, shuna servisini oid. O'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib bering. Adres Xorazm viloyati Bag'at tumanidamiz bizlar. Lokatsiya tashab beradilar. Nerdan bo'lsangiz ham g'asrga kelasiz shura. Respublika bo'yicha hamma yerda dastavkamiz bor. Hech qanday dastavkadan muammo yo'q. Bog'ot, Gurlan, Yangi bozorda, keyin Yangiariqda filiallarimiz bor. Bu bellar uchun. Undan keyin Qashqadaryo Yakkabog'dan filialimiz bor. Qashqadaryodan bormi? Undan Toshkentdan filialimiz bor. Bemalol fuqarolar nerdan murojaat etayotgan bo'lsa, shularga qaysi filialimiz yaqin bo'ladigan bo'lsa, filial orqali murojaat savollarga javob berishimiz ham mumkin bo'lsalar, yo'q bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali, Telegramdan bo'lsa, Telegram orqali, video bo'lsa, video vizitlar orqali bemalol nechta savollar olayotgan bo'lsa, nechta takliflar olayotgan bo'lsa, bemalol eshitib maksimal yordam berib, o'rnatib berib, chiroyli qilib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Maksimal andatganda harakat etsinlar, ko'rsinlar effektini. Bo'lmasa,
Addi misal hazır suni intellekt rivojlanıp ketdi. ChatGPT. Kersirler yazsalar şunu kılacakman niçik effekt. Ha, adamların çıktı net. Ava özü adamlar qarashini çıktı. Negativ qalma. Suni intellekt özü biladi onu ne gapsiz olub turibdi neçik olub. Dünyanın aynasını alıp aytadi sizlere. Misal üçün şundan so'radim, bo'lsa ko'chani xatirlardan so'rasam bo'ladi. Ular ham biroz narsani biladi. ChatGPT'dan kam emas ular. Ya ChatGPT'ni hatırla bile Özbekistan'da ChatGPT'ye kameran koyup koydu abi. Ezil hemesi gap yok. Bemalol unda 12 viloyatdan bizani biz problem aloqa chiqaradilar size. Misal üçün optimchilar ham, shtugoy ham hech qanday muammosi yo'q. Ha, shtugoy berib satish ham olsa bo'ladimi? Bemalol. Xolasa o'zim ustam bor, o'zimiz ustunib ketib beramiz desa, komplekt narsasini beramiz. Usta qismini tashqari hamma narsasini yetkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Ha, ustalar o'zi qurban foydalansa bo'ladimi? bo'ladimi? Misol üçün xolasa biza ustalar qurdirsam bo'ladi. Aparib o'rnatib o'zimiz qurib beramiz. Yo'q, o'zim tanish ustam bor. Menga qurib materialni bering desa, materialni ukovkalab, chiroyli etib dastlab ketib chiqarib beramiz. Hech qanday. Şu anda o'zi olib borib o'zi o'rnataveradi. Arzonroq tushadi. Yo'q, katta ob'yomda quyosh paneli sotib olaman deyotgan bo'lsam, bemalol murojaat etaversinlar. Kerak bo'lsa furalab, xolasa konteynerlab yetkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Narxini kelishamiz, xolasa kredit, xolasa pritsiyada hech qanday muammosi yo'q. Furalab kelib turibdi, Sklat Aryanda haqiqatdan ham oldindan bor endi, oldindan ham reklama qilganman Bekzod akanga. Xudo xolasa, asab bemalol ishonchli yeri ishoning, kelinglar, bizda videoda ko'rdim deb. Xudo xolasa. Xarid qilaverasiz, subsidiya berib turib foydalaninglar. Ko'ringlar, qarab bo'lsin, ishlanglar. Hech qanday muammosi yo'q. Biznes qilaman degan muassasalar ham bemalol yetishishi mumkin. Xitoydan o'zimiz birinchi qo'lab kelamiz. Agar 1-2 so'm mablag'im bor, qaysi biznes qilishni bilmayman desa, bemalol quyosh paneliga tikishlari mumkin. Xitoyda agar arzonroq narxda olaman desa, bir oy ichida yetib keladi Xitoydan. Bizga qo'shib to'lov qilishlari mumkin bemalol. Xitoydan bir oy ichida yetib keladi. Yana qo'shimcha doxod qilishlari mumkin. Yukni birga oldirishimiz ham mumkin. Hech qanday muammosi yo'q. Agar to'lov bo'layotgan bo'lsa, xolasa quyosh paneli biznesdan shug'ullanjakman, men ham o'zim optim sotjakman deyotgan mijoz olayotgan bo'lsa, kelsalar birga oldiramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Qo'shilib ish beramizmi? Ha. O'zimiz panelga qo'shib oldiramiz, hech qanday aloji yo'q. Buni ish bo'ladi. Biznes etib, masalan, sizga o'xshab olib satsa bo'ladimi? Bemalol. O'zim sotaveradi. Misol uchun bu narsada muammo yo'q. Toshkent anasida ham quyosh panel bor desangiz, o'zi klient chiqadi u. Muammosi yo'q buni. Misol sotaman desangiz, katta biznesmenlar bor. Misol uchun pulni 1 milliard, 2 milliard, 5 milliard, 10 milliard puli bor odamlar. Misol uchun bir furangiz o'rtacha 700-800 millionga aylanadi. Açık aydın suhbat oldu. Misol uchun bor narsani aytdim-ku, bor bilimimizni ulashamiz. Hech qanday uni yashirgandan anlatgandan ma'ni yo'q. Bilganimizni aytaylik bir-birimizni. Endi aytaman da. Bilmaganimiz o'rganaylik. Xitoydan kerak bo'lsa oldirib aytaman degan. Hech qanday anasi yo'q. Misol uchun uni ochiqchasini, misol uchun bu Jinkos panellar, invertorlar, DS, Solax hech qanday muammosi yo'q. Bu Xitoy mahsuloti. O'zimiz ishlashib turibmiz. Klientlar olayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha birga ishlashib qolasalar, boraman desa Xitoyga o'zimiz bilan ketamiz delegatsiyadan. O'zimiz boratgan amlamiz bilan, Canton Fair festivali va endi yilda 2 marta bo'ladi. Bahorimiz o'tdi, kuzak festivali bor, xolasa birga ketaman desalar, Canton Fairga birga ketishimiz mumkin, hech qanday muammosi yo'q. Rahmat Bekzod aka. Ma'lumot uchun, boshqasi uchun yangi aytganimiz bizda ham qanday tutqani bo'lishi mumkin. Bemalol telefon qilaveradilar. Bolalarda kontaktlar nomerlarini beramiz, Telegram nomerlarimiz ham, keyin qo'l telefonlarimiz hammasini beramiz. Bemalol o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bemalol so'rab olishlari mumkin. Hech qanday bexijolat, azonga 9 dan kechki 10 gacha bemalol urib telefonlar ishlaydi. 7-24 ishlaydi. Bu apparatlar ham qaysidan kerak bo'lsa, qaysi miniyadan foydalansangiz hammasini tushuntirib beradi. Hammasidan bor, misol uchun. Provodi kerakmi sizga, nechkini qo'yasiz? Mis kabellari kerakmi, zazemleniyasi kerakmi, kripleniya kerakmi, avtomatlari kerakmi, quyosh paneliga doir nula kerak bo'layotgan bo'lsa, hammasi bor. Optim narxlarda DA inventorlardan ham dillarimiz, Solax inventorlardan ham dillarimiz bor. Xohlagan narsasini yetkazib beramiz. Avtomatlar boshqa nima bo'layotgan bo'lsa, o'zimiz ishlashayotgan ancha tadbirkorlar bor. Olib ustunib ketayotgan tadbirkorlar ham bor. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. O'zlaridan qancha materiallar kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysi mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yetkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Esa hammaga rahmat. Birdan like bosib, o'zingizni qiziqtirgan fikrlaringizni kutib qolaman. Kommentariyada qoldirasiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. 12 viloyatdan ham telefon qilaverasizlar ekan. Farqi yo'q ekan. 12 viloyat. Ko'rdingizlar, Qashqadaryo, Samarqand, Vodiy ham yerdan ujud yuborib o'tibdi ekanlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Plus 12 dan plus axiri. Liboy. Xolasa Qoraqalpoq. Liboydan yuborasiz. Bemalol hammasidan murojaat etaveringlar. Xudo xolasa eng ko'rganingizni eng arzonni aytib beraman deb turibdi. Bu dunyo yo'q hali, va'da hech kim bermadi. Ana sizlar. Andijongacha ketamiz. Buyog'i Qoraqalpoq. O'zimiz Nukus, Jassiqacha, Qarag'acha. Sog' bo'lasizlar. Davut atagacha. Ko'rishguncha. Bo'ladi. Armang.